Assalamualaikum hörmətli kanalımızın iştirakçıları hamılarına bugünkü günler hoş olsun. Kanalımızı kelganlar köp rəhmət. Bugün din bilen siyaset otursuzki münasebet doğruluq toxtalımız. Mihmallarımız zamanla tonuğlanlarek Mehmet Toxta Atavullah siyaset mütəxəssisi, Abdüvəli Ayıp efendim Norveç'den tədqiqatçı, Toxta Abdüvəli efendim Amerika'dan felsefe belleri mütəxəssisi. Bugün din bilen siyasetin münasebeti doğrusunda dinden ibaret bir ictimai kurulumunun bir devletinin, bir cemiyetinin ictimai, siyasi, iktisadi kurulumluğu gösterken tesirleri doğrusunda talaş, münazara edip varımız. Birinci Mehmet Toxta'dan başlayalım. Siyaset belli mütəxəssis bulup tuttuğunuz bilen siz din bilen devletin münasebeti nime? Din tarihteki siyasi özgürlük jarayonida din devletga qanday ta'sir ko'rsatgan, devlet dinga qanday ta'sir ko'rsatgan, bunun tarixiy jarayonlari bilan bizga qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Avvalan ko'p rahmat programmaga taklif qilganingiz uchun. Bu bir cho'ng savol bo'ldi. Din bilan davlatning munosabati hamda tarixdan buyon ayrılmaz çemberçe bağımlılık kelgen bir münasebet. Onun için bunu kısaca düşündürüş hakikaten asan emas, ama 15. asırlarınki aldıda, 16. asırlarınki aldıda dünyada asasen hakimiyetler teokratik hakimiyetlerdi. Yani devletle başkuruşta din asas konular. Avrupa'daki asaslık hakimiyetler padişahlar bilen Çerkav oturusundaki münasebetindeki birikmesiyle dünyavi hakimiyet hukukla dini imtiyazlara boyuttu. Şuna Rim Papası'nın hukuku adetten imparatorlarının yukarı turattı. Bulup mu 9 cihet. Hani İslam dünyasına gelsek, İslam dünyasının takimi şu Osmanlı yıkılıcı boğan alette asasen din hakimiyet başkuruluştaki asası normlar, kaidelerden biri bulup gelgen. Osmanlı ta 1924'te Emal'dan kaldırılğanına kadar asaslıkı İslam dünyasında hilaf tüzümü bilen hakimiyetin başkurup gelgen. Bu xil hakimiyet tüzümü de hem de din devletine başkuruluştayken asas kılındı ve bu yerde bir Türk'ün dini katlan buludu hem de devletine başkuruştu. Çünkü din bilen devletine başkurduğun doğan dekin dinni bildiğin adamın ihtiyacı var da bu yerde. Bu dinni bildiğin adamlar hem de Hristiyan muhitinde hem de popla buludu, Çerkevlarınki demirleri buludu. İslami muhitke nispeten bu yerde ulemalar buludu, şeyhler buludu. Buddizm dünyasına nispeten bu şunun uçluk rahip kalanlar buludu. Bular dinni düşündürüş mesulde bular. Dinni düşündürüş ki hem mesul hem düşündürüş hukuku yüzde bular. Bu hukukunu yüzde tutkan arkalık bular hem devletindeki sistemizde tesir gösteriyor hem devletle idare kılıyor. Şunu bilen devletle başkuruşta din ayrılmaz bir kısmı ayrıldı, çemberçe bir nesil ayrıldı. Elbette bu xil jarayon hamda uzun davomlashgan İslamiyet tarixida. Hem de şu Avrupa'da edebiyat sanatının qayta gullanishi, ondan keyin şu aqartish hareketi degandek hareketler o'tirg'i chiqqandan keyin bu din bilan dunyoviy hakimiyet o'rtasida yoki texmi uchiq chirkov bilan padişahlar o'rtasida ziddiyat nihoyatda kuchayib ketgan. Bu ziddiyatning neticesinde barabara dini hakimiyet, dinden kurtuluş için, dini nüfuzun tesirinden kurtuluş için dünyavi padişahlar yoki yerlik emeldarlar dinge karşı neziriyelerini, yine oturgan ilim, fen, aqartish hareketlerindeki felsefi neziriyelerini kullanış arkalı ahırda Avrupa'da Çirkavını tamamen devletine başkuruştan ayrıvetti. Tamamen nime haletke keltüydemdi. Tesirsiz haletke elip geldi. Adikin bu xil jarayonninki
nezrivi asası sekularizm bo'ldi. Ya'ni davlatni boshqarishda din aralashması kerak, din kishilarningki shaxsning hayotiga aralashi kerak. Davlatni boshqarishda falsafa, aql va bilim asos qilinishi kerak degan nazariya asos aqimga aylandi. Navbatdagi dunyoda endi liberal demokratiya navbatdagi dunyoninki eng eqiyotgan siyosiy nazariyasi va kelgusining yuzlanishi. Endi navbatdagi liberal demokratiyada sekularizm davlatning boshqarishiningki ayrılmaz bir qismi. Yani din davlatning ishlarini boshqarishda asosiy yetakchi rol o'ynamaydi. Din bilan davlatning munosabati din bir ijtimoiy muassasa sifatida jamiyatda mavjud bo'ladi, shaxslarning hayotida mavjud bo'ladi, ammo davlatni boshqarishda asosiy o'lcham qilinmaydi. Şu navbatda dunyoda az sondagi davlatlarni hisob qilmaganda, masalan, İran'a o'xshash yoki yangidan qurilgan Afg'onistondagi Talibanlarga o'xshash nimlarni hisob qilmaganda, asosan butun dunyoninki navbatdagi davlatlarida din bilan davlatning munosabati sekularizmni, ya'ni dinni davlatninki ishlariga kelganda asosiy hukmron o'lcham qilmaslik, ammo dinni jamiyatninki bir tarkibiy qismi sifatida qabul qilish degan shaklda davom qilyapti. Ammo bu deganlik shu deganlik emas. Ya'ni din davlat tarafidan yo'qotilishi kerak yoki qatag'ilmas kerak degan gap emas. Din yanalan demokratik davlatlardami konservativlarga nisbatan ijtimoiy hayotning ayrılmaz bir qismi, siyosiy hayotga ta'sir ko'rsatadigan muhim bir omil. Chunki konservativlar konservativ tecrübeni muhim deb biladigan bo'libmi, insonning aqli haqiqatlarni bayqashga kelganda yetarlik emas. Shunga o'tmishdagilarningki aqlini chetga qirib o'tishimizga bo'lmaydi deb qaraydigan bo'g'achqa, shunga dinmi o'tmishdan qolgan bir miros, bir boylik, shuning uchun siyosiy hayotga ta'sir ko'rsatadi. Ammo farq shu, siyosiy hayotni belgilaydigan tartiblarning ichida emas. Parlament orqali demokratik tertip orqali yana siyosiy hayotga, davlatga ta'sir ko'rsatadi. Shunchalik to'xtalayman, men qaldisiga yana savol jarayonida ilgarilayman. Anladık. Biz bayağı to'xtaldik endi teokratik, diniy davlatdan demokratik davlatga bo'lgan o'tish jarayonini qisqacha to'xtalib o'tamiz. Endi buning mo'yliqi jamiyatshunoslik jihatdagi jamiyatning qurilma jihatdan o'zgarishi bilan munosabatli qismi bor-ku. Endi bu yerda sanoat davri boshlandi, shaharlashish kuchaydi, sanoatleşti. Sanoat iş bilan birlikte bu Avrupa cemiyetlerinde aqliylashish ve aqlga ishonish bunun bilan birlikte hem de dini dogmatik ve mistik tushunchalardan texmi bekerek anda aqliy tushunchalarga yuzlanish texmi ko'paydi. Endi bu jihatdagi bu Yevropadagi dini davlatdan teokratik davlatdan demokratik davlatga o'tishga bo'lgan oraliqdagi falsafaviy tushuncha jihatdagi ilgirlash yoki falsafa jihatdagi taraqqiyot yoki o'zgarishning nima ekanligi to'g'risida to'xtab sizdan so'rasak bu haqda bizga tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Oldindan men bu vaqtdagi fikrni boshlashdan burun sizlarning va ekran oldidagi barliq ko'rurmanlarning ulug' ro'zaytiga muboraklayman. Hammalarning ro'zayti muborak bo'lsin. Endi din bilan siyosatninki munosabati ham tor doiradan ham keng doiradan so'zlashga bo'ladi deb o'ylayman. Endi bugungi muzokiramizga munosib bo'lgan bunday bir masalani tilga olib o'tgim keldi. George Orwell'ningki Angliyalik yozuvchi George Orwell'ning mashhur ikki kitobi. Birisi 1984 yil degan kitobi, yana birisi Hayvonotlar qo'riqi degan kitobi. Bu Hayvonotlar qo'riqining Uyg'urcha tarjimasi bor. Hayvonotlar qo'riqida
intayin qiziqarli hayvonotlar. Uyg'urchasi ba'zir. İkkilisinin Uyg'urchasi bormi? Men ikkilisininkki Uyg'urchasini o'qimay boshqa tildagini o'qib ekanman. Endi Animal Farm deganda hayvonotlar qo'riqi deganda. Masalan, Snow bilan Napoleon degan ikki cho'chqaninki rahbarligida hayvonotlar insonlardan qo'riqni egallab oladi-da. Egallab olib, oqibatda bularni odam siyoqiga kiyim kiyib, odamlarning hukmronligi, xos hukmronlik bilan aslidagi shu hayvonotlarni yana bir xil zulmatlik turmush oltiga boshlab kirib, shundoq boshqardi. Endi buning orqa ko'rinishdagi masalalarni desak, masalan, Snow degan cho'chqani Leninga, bu Napoleonni Stalinga o'xshatganda, bu shu George Orwellning yashagan vaqti shu dal Rus kommunistlari hukmronlikka chiqqan vaqtlar. Endi 1984 degan bu kitobninki bizga elib kelgan ma'nosi nima deganda, buningki shu hokim mutlaqlik tuzumlarga bo'lgan bir xil analizda. Bunda masalan Winston bilan Julia degan ikki qahramon bor. Winston shu bir fantaziyalik davlatdagi Oceania degan bir fantaziyalik davlatda qarmoqi bo'lmi Hitlerning va Stalinning shu hokim mutlaqlik dunyosidagi Big Brother cho'ng aka shakldagi bir xil hokimiyatga ishlaydigan bir organda ishlaydi. Uningdan bizga ko'p mos kelgan masalan qo'sh fikr va odamlarni kontrol qilish ishlatgan kuzatish uskunlari. Masalan, qo'sh fikr degani masalan hozir bizning yurtlarimizda odamlarni 200 deb qarlab turmalarga kirilgan ahvollar bilan o'xshib ketadi. Yana bu odamlarning barliq ish harakat faoliyatlarining hammasi tushma-tushdan kuzatilib, ashunaq turgan bir xil kuzatish ichida har harakatda uxlayotgandan tortib uyg'oqlik barliq faoliyatlari chunqur kuzatishda turgan ashunaq bir holatda. Endi bu xilqi bu kitoblarningki ahamiyati nima deganda qarmoqqa kelgusini oldin ko'rgandek, ma'lum narsadan oldin bishorat bergandek holatdagi kitoblar. Endi bu kitoblarningki shu kommunizm oxirlashgandan keyingi bo'libmi shu 20-asrda yana O'rta Sharqdagi va kommunizmlik davlatlardagi hokim mutlaqlik tuzumlarning ta'sirida Yevropa butun dunyo miqyosidagi qayta uyg'onishi intayin kuchli bo'lgan. Endi bu kitoblarni misol qilish nimani demoqchi deganda, bu xil hokim mutlaqlik mayli diniy orq ko'rinishda bo'lgan bo'lsin yoki boshqa bir xil ideologiyalik orq ko'rinishdagi tuzumdagi davlatlar bo'lsin, hammasiga mos keladi. Endi bu yerdagi asosli masala bu xil hokim mutlaqlik qanday bir xil dunyoqarash aslida o'tirib chiqadi deganda bir xil dogma dunyoqarashda. Endi har qanday bir dunyoqarash agarda o'zininki to'g'riliqini, haqiqatligini odamlarning ruhiy dunyosi vahima turg'izish, majburlash va hukmronliklarga tayinib tarqitish tayansa, u holda bu xil dunyoqarashni biz dogma deymiz. Endi buningdagi bu xil dogmalarningki tipik ifodalanishi hamda masalan diniy hokim mutlaqlik davlatlar bilan masalan kommunizmchi, marksizmchi davlatlarda eng ko'p ifodalanadi. Agarda odamlar qiziqsa masalan Milan Kunderaning asarlari bor. Chaqchaq yoki hayotlikning arzimaslikligi degandek asarlar bilan mayli qaysi bir Arab islom davlatlaridagi masalan Suriya bo'lsin, Libanon bo'lsin, shu davlatlarda yozilgan hayotlikning cheklamaligini va shu ustidagi hokim mutlaq hokimiyatning ta'sirini tasvirlaydigan kitoblar ustida o'qib baqsa asosan bulardagi o'xshashlik shu qadar yuqori. Yoki bu yerda demoqchi bo'lgan masala bu xil dogmani asos qilgan hokimiyatlardagi hayot sarguzashtlari asosan o'xshash. Mayli O'rta Sharqni aytaylik, Fidel Castro bilan Che Guevaraninki
tiklagan Kubadagi hokimiyatni aytaylik yoki hozir Kim Jong Un'ninki North Korea'si bo'lsin, Xi Jinpingning Jungo'si bo'lsin va yoki O'rta Sharqdagi burunqi Saddam Husaynning hokimiyatlari, Gaddafining hokimiyatlari va Irondagi Humaynining hokimiyatlari bo'lsin, bulardagi hayotlik sarguzashtlari asosan o'xshash. Dogmani amalga oshirish uchun hukmronlikning majburlashi va zo'rliq vositalari orqali amalga oshirishtirishgan atalmish adolat. Ana bu xil adolat nazariyalari ma'lumotni aytganda siyosatning ko'zlaydigani adolatli jamiyat qurish. Endi bu xil adolat to'g'risidagi nazariyalar qadimgi Gretsiyadan boshlab bugungi biz yashayotgan hozirgi davrga qadar nurg'un damliq mutaxassislar, faylasuflar, siyosiylar o'tgan. Endi agar bu xil siyosat doirasida, siyosiy nazariyalar doirasidagi bu xil buyuk odamlarni tilga olishga to'g'ri kelsa, yoki siyosatning tarixini tilga olishga to'g'ri kelganda cho'qim biz bu buyuklarning tarixini tilga olib o'tishga to'g'ri keladi. Nietzschening nuqtasi xuddi Nietzsche aytgandek, agar idirliqlar orasidagi eng qisqa yo'lni topmoqchi bo'lsak, tog' cho'qqisiga bo'lgan orliqni ko'zlashimiz kerak deydi. Shuni aytganda biz bu xil siyosiy idirliqlardagi ulug'liqlarni shu sohadagi buyuklarning tarixidan surishtirishga to'g'ri keladi. Masalan, Platonning g'oyaviy davlat, Aristotelning siyosat va uningdagi Saint Augustine'ning Confession, Thomas Aquinas'ning kitoblari, Farabiyning g'oyaviy davlat va siyosiy rejim degan kitoblari, keyin katta Montesquieu, Machiavelli'ninki Shahzoda degan kitoblari, Thomas Hobbes'ning Leviathan, Jean-Jacques Rousseau'ninki ijtimoiy kelishim va John Locke'ninki ikkinchi kelishim degandek mushu asarlar orqali hatto Thomas Paine'dan tortib hozirgi zaman qadar bo'lgan Amerikadagi eng davomli siyosiy nazariyachi Robert Dahl, John Rawls deymiz, Robert Nozick deymiz, mushu qadar buyuklarninki butun adolat to'g'risidagi nazariyalar ustida to'xtalishga to'g'ri keladi. Xudo deb o'tgandek, endi bu yerdagi din bilan siyosatninki masalasini tahlil qilishda odamlarninki nazar nuqtasini aytganda oqibatda yetib bormoqchiligi bir xil adolatli jamiyatda mening ko'z qarashimcha siyosatning ko'zligini shu. Endi bu nuqtani aytganda zodi mushul adolatli jamiyatga qaysi xil shakl bizni yetkazadi? Demokratik shakldagi hokimiyatmi yoki boshqacha, masalan Aristotelninki bir qancha xil hokimiyat shakllarini o'tirib qo'yganda tarixda yuz berib o'tgan monarxiya deydi, oligarxiya deydi, anoniki poliarxiya, Robert Dahlning aytgan poliarxiya deganlar. Endi demokratiyaning shakllari har xil. Hatto demokratiya to'g'riliq talashlar ko'p. Masalan, Amerika tarixida 70-yillarda o'tirib chiqqan pragmatizmchi John Dewey bilan Walter Lippmanningki Isillarning demokratiyasi, sarxillar demokratiyasi bilan avomning demokratiyasi to'g'risida talashlar va masalan hozir Harvardga eng davomli faylasuf bo'lgan Michael Sandel'ningki bu xil liberalizm, demokratizmni tanqid qilib o'tirib qo'ygan common good yoki communitarianism to'g'risida nazariyalari, bularning hammasiga umuman qarab chiqish va shularni o'rganishga to'g'ri keladi. Endi shu nuqtani aytganda bugungi bizningki talashlayotgan masalamiz siyosat bilan dinning munosabati nuqtasini aytganda zodi dogma adolatning asosi bo'lalamdi yo'q, mush masalani oydinlashtirishga to'g'ri keladi. Endi bizda nurg'un tarixiy misollar bor. Masalan, George Orwellning shu kitoblarda o'tirib qo'yilgan 1984 degan kitobda o'tirib qo'yilgan ideya soqchilari degan bu xil beshoratli ifodalar, masalan bizda hozir Afg'oniston, Irondagi axloq soqchilarininki bilan o'xshash masala. Bu xil ahvollar hatto Fidel Castro'ninki davlatlarga o'tirib qo'ygan. Ayni vaqtlarda Xitoy kommunistlari davlatni axloq orqali boshqaramiz deyilgan sapsatlarni o'tirib qo'yib chiqqanda, nima uchun mushkul dogmatik ko'z qarashlar hukmronlikninki majburlash asosida odam hayotini oqiga chekindirgan va
hayatlıkni iskanjiga oladigan bir xil hokim mutlaqlikni keltirib chiqarıyor. Yani totalitarian degan nima hokim mutlaqlik deb tarjima qildim. Masalan, Hannah Arendt'ninki Martin Heidegger'ning yaqin do'sti Hannah Arendt'ning danliq The Origin of Totalitarianism yoki hokim mutlaqlikninki manbasi degan kitobi intayin mashhur. O'zi Yahudiy ayol shu vaqtdagi natsiyalarning kelib chiqishi mushkul hokim mutlaqlik tuzumining Stalin deymiz, Hitler deymiz mushkul shakldagi hokim mutlaqlarning kelib chiqish manbasini talab qilgan. Bu xil nazariyalarni masalan Arab islom ellardagi hokim mutlaqlik hokimiyatlarga tatbiqlagani bo'ldi. Endi gapimni xulosalab aytganda, chaqlab ketdik. Yig'inchoqlab aytganda, bu yerda o'ylanishga tegishli masala zodi dogma. Mayli marksizmcha dogma bo'lamdi, diniy dogma bo'lamdi, yoki din adolatning asosi bo'la oladi. Yo'q, mush masalani o'ylash to'g'ri kelgan masala deb qarayman. Rahmat. Mençim oylasam hazır mesela bazı din emas mesela siyaset tesir gösterilgan ya ki siyasi hayatta ya ki devletçilikte tenkit kılgını bulmaydıgan, sual sorgun bulmaydıgan dogma din mesela bazı liberal görüşlerine ilgi buluşu mümkün. Mesela AK Parti'nin bir tepkilerdeki demokratiyani demokratiyanı qo'llab o'tirib chiqqan siyosiy doktrinlar bo'lsin Tunisda masalan Tunisda birinchi qitim chiqqan siyosiy islomchi hokimiyatning demokratiya bilan bo'lgan munosabati qarasak dinda emas dinning ichidagi dogmatik qarashlarda ko'pincha vaqt kelgan chog'da davlatni savol qo'yish davlatni tanqid qilish puhraning davlatni kontrol qilib turish yoki tizginlab turish iqtidarga çoğun ta'sir yetkizishi mumkinkan. Men hamda diniy jamiyatlarga qarab baksak ko'pincha hollarda hamda kishilik erkinliklar hamda kishilik erkinliklar bilan bo'lgan munosabatida dinninki hamda ko'pincha coğrafyalarda çoğun meselelik chiqqanligini his qilamiz. Masalan, İbrahim Dillardan qarsak, masalan, Yevropada bo'lgan diniy urushlar bo'lamdi yoki ayollarning huquqi bilan munosabat masala bo'lamdi. Hatto Amerikada qulluq tuzum qaytarilgan, lekin Osmonlida masalan qulluq tuzum Yevropa Abdulhamid Xonni Brükselga apirib, Brükselda Osmonli tuprog'idagi qulluq tuzumni yo'qotish uchun besim qilgan. Hatta Cumhuriyet ilan kılınıştan burun yani 1924 yılgacha Osmanlı'da haliflik var. İslam'ın en kurulmulaşkan şekli. Haliflikte Osmanlı'da kulluk tüzüm yok olmagan. Hem de biz normal bir Müslüman, hür bir Müslüman bulup Osmanlı tuprağıda bolsak ançı bizge bir zihni tegmeslik mümkün. Lekin hem de bu Kafkaslardaki bir Ortodoks Hristiyan ailenin sen berip onun tuprağını al, o aileni ilip, ailenin kızını ilip 3 tenkiga 4 tenkiga xotinlikqa boshqalarga setivat. Endi bu normal bir aqlga vijdonga sig'adigan bir ish emas bu. Endi bu xil endi Afg'onistondagi ayollarning masalasini aytsakmi, ayollar masalan eng oxirgi qitim o'tirish chiqqan masalada hatto uyining oldidagi bog'chig'ini chiqolmaydi ekan. Maktablarga berishni cheklavatdi. Mushu masalalarga aytsak, masalan, Lutqan bilan bo'lgan munosabat, ya'ni hamjinslarning bo'lgan qarshi islom dunyosidagi umumyuzlik. Mushu masalalarga qarab aytsam, Abdulika, sizchi din bilan yoki din moslashtirilgan hokimiyatda kishilik erkinlik bo'lamdi? Buni kishilik erkinlik bo'lamdi desa, biz faqat buni bo'ladi, bo'lmaydi deb javob bergili bo'lmaydi. Desa bu erkinlik şu erkinlikni çekleydiğen güçlerinin buldu. Yani mesela erkinlikni çekleydiğen güçler degenimiz hükümranlarının şu erkinliki buldu. Lekin şu erkinlikten bahramand buluş hemmeden hukuku ayınamaydı. Mesela deyli Saudi Arabistan'ınki hazırlıkını alsak, mesela Saudi Arabistan'ın padişahlarınınki her qandaq cəhətdə özününki erkinlikdə qarğan huzur halavetlerini sürüş hukuku var.
Lekin şu ortak huzur alavetini Saudiyadaki Saudi ailesiga tava bo'lmagan, hukmron qatlamga tava bo'lmagan odatli xalq u huzurdan bahramand bo'lamaydi. Bu erkinlikdan bahramand bo'lamaydi. Şun bu yerda erkinlikdan bahramand bo'ladi, bo'lmaydi, degilmaydi. Kimlarning bahramand bo'ldi, kimlarning bahramand bo'lmaydi degan so'ralish kerak endi. Bu birisi. İkincisi, eğer din hükümran bo'lgan davlatlarda nima bo'lsa bu din hükümet yani birleşken bo'lsa mesela İran'a o'xshash Afg'onistonga o'xshash bo'lsa bu yerda mutlaq axloq soqchilari paydo bo'ldi. O chaqda erkinlikninki ehtimollik intayin tuvan bo'ldi. Lekin yani erkinlik butunlay yo'q degilmaydi. Masalan, kim bildi Afg'onistonning yuqori qatlamdagi amaldorlarning balları yani g'arblarda xohlagancha berib yoki Afg'onistonning ochidimi xohlagancha erkinlikdan bahram bo'lmaydi degilmaydi. Balkim bo'layotgandir. Lekin biz umumiy xalqqa nisbatan normal bir demokratik dunyoga bo'lgan silishtirishni nuqtai nazar qilib tursak, masalan, normal Amerikadagi bir puhra, normal bir puhraning erkinlik, kishilik erkinlikka erishish imkoniyati bilan diniy bir davlatdagi bir insonning normal kishilik huquqlarga erishish ehtimollik to'g'risiz bir silishtirish ko'ryapmiz. Normal nima qilsak albatta bo'lmaydi. Uning qandaqligi chunki bu yerdagi diniy davlat ya'ni din hukmron bo'lgan davlat deyilgini amaliyotda mangu amalga oshmaydigan bir narsa. Chunki dinninki bir ideya bo'lish sifati bilan har xil shaklda tushuntirildi din. Bunun her xil şekilde tushuntirilishini hech kim cheklab bo'lmaydi. Masalan, Qur'on bir, lekin Qur'onni her xil şekilde tushuntirish ehtimoli tamamen mavjud. Unda bo'lgandan keyin har xil şekilde tushuntiruvchilarningki o'z oldiga o'zining tushunchisini hokim qilish tashnoligi bor. Chunki u shu yo'lga mutlaq ishonadi. Shu yo'l uning dini. Shunga masalan Saudiyada o'tirg'i chiqsa Vahhabizm uning dini bo'lganligi uchun bular Vahhabizmni birdan bir to'g'ri deb qaraydi. Buningga ishonmagan kishilarning erkinligini chekmaydi. Masalan, İran'ni misol olsak, İran Şia bu an'anasini mutlaq to'g'ri islom deb qaraydi. Şia bo'lmagan kishilarningki erkinlik cheklandi. Shu bu yerda diniy davlat deyilgan kelgan bu yerda erkinlikning cheklanganligi ko'rinib turgan narsa. Chunki aslida dinga bo'lgan tushuncha o'xshamaydi. Chunki aslida din mazhablashidi. Aslida u o'xshamagan tushunchalar orqali yeyiladi. Ham o'xshamagan tushunchalar har qaysi rayonlarda kulturlashidi, hokimiyatga aralashidi. Chunki kuch qozonish uchun hokimiyatga erishish kerak. Hokimiyatga erishgandan keyin majburlash vositasiga aylandi. Unda bo'lgandan keyin uning biz talpinayotgan din bo'lish aloyidligi yo'qolib, ondan hukmronlikning quroliga aylanish ehtimoli kuchaydi. Unda bo'lgandan keyin erkinliklarni tabiiy cheklaydi. Mehmet Oqçı'nın bunun bo'lgan bu savolga bo'lgan ko'z qarashing bormi bo'lsa, to'xtagasizmi bo'lsa desanlar bo'ldi. Umuman Abdülhakam'ın diğerleri ameliyat. Çünkü biz dini hakimiyetlerde hükümran katlarında bir yana bir qistirma qilib qo'ya shu qistirma bilan birga javob bersang, masalan, normal dinice masalan g'arb jamiyatiga qarab qarasak, masalan Hristiyan dini normal bir odamning o'zining vijdoni bilan muhasaba qilgan, nima deymiz, o'zining vijdoni bilan bir shaxsiy bir tajriba sifatida dinni qabul qildi va o'zi bilan Allohning o'rtasida, o'zi bilan o'zining e'tiqod qilgan mazhabining o'rtasida bu o shaxsning o'zining axloqiy, ijtimoiy, siyosiy hayotini shakllantiradigan bir qurilma sifatida din bilan o'zining o'rtasida bir munosabat sifatida oladi. Lekin masalan qurilmalashgan, muassarlashgan diniy qurilmalar bor davlatlarda din shaxsga emas, bu shaxs butun ommaga, jamiyatga, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat qurilmalarining hammasiga hukmronlik qilishga tirishchilik qiladi. Ham buning bilan bo'lgan bir munosabati bormi? Biz din bilan kishilik o'zgarlik bo'lamdi degan nuqtadan qaramaylik, muassarlashgan din bilan
kişilik erkinlikler ve normal bir adamın özünün vicdani sifatida ilip köz karşıga özüge sunduğun din bilen kişilik erkinlikler otursuz bir fark bulamdı. Elbette bu yerde bayankı gibimden yani davamlaştırsam dini hakimiyetlerde mi adette hakimiyetninki başkurucuları dininin sadık muratları buluşun atayın. Mesela Hristiyan dinini Rim İmparatoru devletini birlik keltirişte en yaxşı vaxtısı da qarğanlığı üçün umumlaştırgan bunu. Eğer bu devletini başkuruşta yaxşı vaxtısı da qarğan başka bir din bolsa, Hristiyan dinini emas, başka bir dinni umumlaştırgan buladı. Bu yerde Rim İmparatoru şu enderlerdeki Hristiyan dinine işengenlikle İsa Aleyhisselam'ın sadık bir muhlisi boğanlığı üçün Hristiyan dinini devlet dinlerisi kötegin yok. Okşaşla hazırkı növetiki ahvaldı mı elip İsa Saudi padişahlıklar yüz Vahabilik toğur da qarğanlık üçün onu devlet mezhebine aylandırgan buluşu natayın. Belki Vahabilik Saudi hakimiyetinin kapaltı boğanlık üçün şuna onu devletninki mezhebine aylandırgan. Demek hükümranlar köpünçe ahvalda dinni siyasi kural kılıp işletiyor. Bu xil ahval demokratik devletlerde mi mevcut? Mesela Amerika'da mı cumhuriyetçiler Hristiyan dini təlimatlarını saylamda utuşnalı kıldı. Mesela Uygurlardan en köp kullanılan Amerika'daki bazı parlament azaları mı Twitter'la qarab baxsan toxtumay İncil ayetlerini hem belirleydi. Yani muhafızkar Hristiyan. Bundan başka Türkiye'deki AK Parti'ye şu. Yani dini ibarelerini köpler işletiş arkalı kişilerin kollaşını kolu getiriyor. Siyasi hayat seküler ama şu siyasi rekabette utuş için yine dini vasıta kullanılır. Şu muşnoktan elip etkancakta yine din tamamen üzerindeki kıymet karaşlarını üzeri emelge aşıramaydı. Şu dinni devletin başkuruştan vasısı kılganlarının menfaat için hizmet kıldırıldı. Sekülerizmdeki akli cihetten kabul kılınır dünyada umumlaşıdaki kendiki mentikımı şu. Yani din aslandaki kişilerin devletine başkuruştaki başkalarını monopol kılıştaki vasısı buluştun çıksın. Din insan bilen Tanrı otoritesideki, Allah otoritesideki bir vasıta münasebet dairesinde çeklensin. İçtimai siyasi hayat olsa akıl, mentika, bilim, meslihat. Kengişiş asasında elip verilsin diyen mentikadan çıkan. Adinkin bu yerde sen diyen demek gelsek, Avrupa'daki dinle bağlı münasebet bilen İslam dünyasındaki münasebet gelsek, bu insanlarınki dinle bağlı derecesiyle bağlı. Yani sekülerleşiş diyen gap bir vakitte dindin yani kurumsallaşkan dinninki talimatlardan çıkış diyen gap. Yani mesela Avrupa'da nurgun kişi ben Avrupa'ya bağımlısam mı? Çirkevlara bağmaydı. Nurgun çirkevlarının Müslümanlar ötküzüyle bazı mescid kavatıdı. Avrupa Birleşi'nin acil yapılan istatistikler torduldu, Google'da tapıldı. Demek kişiler Xuda yok demeydi. Avrupa ateist dep qaralmaydı şuna. Xuda yok demeydi. Ama dinge işinip ketmeydi. Dinge perva qilmaydi. Köpünçe Avrupalıklar benim bilişimçe yaratkuçu bar dep bilidi. Ama yaratkuçu evetken emel qilishga tegishli bir din bar dep qaramaydi. Yoki uningga perva qilmaydigan holga berib yetgan. Şu bu yerda ijtimoiy hayotning o'lchimi kişilik hukuk, adalet degandek universal kıymet qarashlar bo'lalig'an. Endi Müslüman devletlerden bunu amalga oshirishning meselelerinin kelib chiqishidagi sebep kişilerin dinge bo'lgan bağlanış nispati yuqori, kişiler dinge kişilik hayotninki tartibga sog'uvchi bir ölçümü deb turib muomala qildi nurg'un kishilar. Bunda bo'lgandan keyin u yerdagi to'g'ri oyatdagi to'g'ri emas. Masalan, universal kishilik huquq yoki qimmat qarashlar emas, shariat bekitgan, islom yo'li qo'ygan ahkomlar, hukmlar deb qaraladi. Shuning bilan
bu yerda dinninki ijtimoiy siyosiy hayotdagi roli bu dinga bo'lgan bog'lanish tuban bo'lgan jamiyatdagi dinninki siyosiy va ijtimoiy hayotga bo'lgan rolidan kuchli bo'ladi, cho'ng bo'ladi. Ko'proq Meniki to'xtasiz. meniki qo'shimcha qildig'im mana ikki masalani qo'shimcha qilmoqchi. Birisi dinning tarixiy roli, yana birisi madaniyatdagi nisbiylik nazariyasida. Endi tarixiy rol nuqtasini aytganda dogma nazariyalarning, masalan, dogma deganda asosan kommunizm bilan dunyodagi barliq dinlarning uning tipik misoli deyman. Nimishqa deganda bu abay manbaga aniqlamaga tushadi. İnsanның ruhi dünyası vahima turg'izish, majburlash, hukmronlik tayinib o'zining to'g'riligini isbotlash. Bu ikki soha eng chong dogma, eng tipik dogmada. Bilish nuqtai nazarini aytganda bu xil dogma dadallik elib bordi. Siyosat nuqtasini elib aytganda hokim mutlaqlik elib bordi. Bu dinning va kommunizmning tabiatidan belgilanganda, ma'lum ma'noda aytganda, ma'lum bir nazariyaninki o'zining shu nazariyasining to'g'riligini majburlash orqali amalga oshirgan bo'lg'achqa u hokimiyatga hukmronlikqa tayinadi. Shundoq bo'lg'achqa bu xil nazariyalar majburlash yoki odamlarning ruhi dunyosi vahima turg'izish, mayli buddizm, brahmanizmdagi karma nazariyasi bo'lsin, xristian dinidagi va boshqa dinlardagi oxir zamon do'zax nazariyasi va Saint Augustinning asl gunoh nazariyalari bo'lsin, bularning hammasi inson ruhidagi vahimani to'yg'izishda. Bu xil vahima xuddi Jean-Jacques Rousseau aytgandek bir xil zanjir. Odamlar erkin tug'iladi, ammo mayli qayerga qarsak, odamlar o'zini zanjirlaydigan sistemalarni turg'izadi deydi. Endi bu xil sistemalarning eng tipik ifodasi dogma. Bu yerdagi dogmaninki tarixda roli bo'lgan. Masalan, dinlarning roli nuqtasidan, kommunizmning roli nuqtasini aytganda millatlarni uyushtirish, masalan, Muhammad payg'ambar islom dinini boshlagan vaqtlarda butkul arablardagi tarqoq holatda yashayotgan qabilalarni birlikka keltirib, g'oyat zo'r butun dunyo tarixini o'zgartgan islom imperiyasini qurib chiqqan. Islom dinininki bizga tarqalish jarayoni shu. Sutuq Bo'g'raxon islom dinini qabul qilib, hokimiyatni tortib olgandan keyin garchi Sharq Turkistonning sharqidagi qavmlar 1400 yillardan keyin islom diniga kirgan bo'lsa, ammo bu xil kollektivning uyushishini amalga oshirish tarixda muhim rol o'ynagan. Ya'ni kelgusi yana bu xil uyushchanlikni amalga oshirish orqali ulug'vor nishonlarni amalga oshirishda roli bo'lamdi yo'q. Buning birim degan olmaydi, kelgusiga hech kim oldin bishorat bera oladigan ahvol emas. Lekin tarixda bu rol bo'lganligi aniq. Masalan, marksizmning mayni vaqtli proletariatninki Parij kommunasidan tortib Leninning bolshevik proletariat inqilobiga qadar Xitoydan tortib Norskoyagacha bo'lgan inqiloblar va hokimiyatni, millatlarni birlikka keltirib hokimiyatni egallash jarayonida roli bo'lgan. Ammo ma'lum narsalarninki tarixdagi roliga asosan uningki kelgusidagi rolini oldin bishorat berish qiyin. Hem shundaq ma'lum narsalarninki tarixda roli bo'lganligi uchun uni kelgusida yana ishlatib berishning zurriyati yo'q. Xuddi bizning insonlarning burungi tariximizni kichik bolalarning tarixiga o'xshatsak, bu vaqtimizda yig'lasak imizga ishlaymiz. Endi imizganinki u roli shu bu vaqt qilatadi. Undan keyin biz adult yoki cho'ng bo'lgan vaqtimizda aqlimizni ishlatadigan vaqtda yana bizga imizganing roli yo'q. Endi yana bir nuqtani aytganda Abay Abduveli deb o'tdi, diniy mazhablar, farqli dinlar nuqtasini aytganda, hozir dunyoda farqli dinlarning 4000 ga yaqin din bor. Xristian dinida cho'ng mazhablarni misolga olsak, masalan, protestant dini, katolikizm, sharq ortodoksi, endi bularni inishga bo'lsak 33000 mazhab bor. Brahman dinlarini misolga olsak, ba'zi statistikalarga qarashda 99000 iloh xotirlanganda, har birisida agar bu mazhablarda har birisining o'zining aytgan adolat to'g'risidagi tushunchalarini tekshirib kelsak, ularning hammasi o'zinikini to'g'ri deydi. Meningki
insonlarni baxtga erishtirish yo'lim birdan-bir haq yo'l deydi. Bu talash-tortishlarni hal qilib bo'lish mumkin emas. Islom dinidami cho'ng mazhabdan masalan Shia, Sunni, Sufizm va bularni inchikilsak 72 cho'ng mazhab bor. Endi bularning har birisining haqiqat to'g'risidagi ko'z qarashi hammasi o'zini haq birdan-bir to'g'ri deydi. Endi qaysining haqiqiy to'g'riligini hal qilish to'g'ri kelganda ehtimol nazariyaviy talash-tortish orqali emas, hukmronlikqa yoki urushga tayinish bu tarixda isbotlari intayin ko'p. To'g'ri keldi. Demak, bu nuqtalardan aytganda har birisining o'ziniki biz abay deb o'tgandek siyosatninki eng ulug' nishoni adolat masalasi. Shunga bu temamizning chatnamagan holda bu masalani hal qilsak abay nisbiylik nazariyasini deydiku, madaniyatdagi nisbiylik nazariyasi. Ehtimol bu nazariyalarning hammasini o'tirib qo'ydigani mening o'zimning turmush shaklim o'zimga xos. Mening tushunishimdagi demokratiya bilan mening tushunishimdagi adolat mening madaniyatimga xos. Shunga boshqa millatlarningki yoki atalmış Yevropa, Amerikalarningki mening madaniyatim ustida hukm chiqarib, sen adolatli emas, demokratik emas deyishiga huquqi yo'q deyish mumkin. Mana bu madaniyatdagi nisbiylik nazariyasi. Har bir nazariyaning o'zi o'z doirasida haqiqatlikka ega demoqchida. Lekin bu xil nazariyalar amaliyotga mos kelmaydi. Nima uchun deganda masalan qiziqsanlarmi bu Harvard universitetidagi eng danglik psixolog Steven Pinker'ninki angliqlik degan bir kitobi oldingi yil nashrdan chiqdi. Steven Pinker'ning qarashicha İngilizcesi nima bu kitobning ismi? Rationality. Rationality. Subtitles and why it's so scarce, why it matters deganda. Endi biz fikrimizni ila shu yaga qaramiz. Endi bu yerda demoqchi bo'lgan masala Steven Pinker'ning aytishicha mayli qaysi doirada bo'lsin, odamlar qaysi xil hokimiyatni qo'llansa bo'laverdi. Masalan, monarxiya, Angliyaningki danglik monarxiya bu podshohlik tuzum. Yoki oligarxiya masalan Putinninki Rossiya oligarxiyalari. Yoki poliarxiya Robert Dahlninki Yale Universitetininki danglik professori 2014 o'lib ketgan professor. Bununki demokratiya uning ustidagi tanqid degan kitobi butkul demokratik nazariyalarningki asosini solgan. Endi uning qarashicha demokratiyaning 3 bosqich taraqqiyoti bo'lganda, Steven Pinker'ning o'tirib qo'yishicha, mayli qaysi xil hokimiyat bo'lsin yoki insoniyat tarixidan qaraydigan bo'lsak, insoniyatning ko'zligini healthy, wealthy, wise yoki eng sog'lom, eng boy, eng aqlli bo'lish bu har bir yakka odamning odatdagi odamlarning ko'zlaydiganda, endi mushu nishonga yetkazoladigan zodi qaysi xil tuzum. Bu nuqtadan aytganda madaniyatdagi nisbiylik nazariyasi putirab turolmaydi. Ya'ni bo'libmi insoniyat jamiyatiga nisbatan aytganda tabiat dunyosini kuzatishga o'xshamagan farqli yeri insoniyat dunyosining hayotlikninki sarguzashtlari statistikalik asosga ega. Bizning kuzatishimiz statistikalik bo'lishi kerak yoki probability ehtimollik shu qadar zo'r. Her bir adamning cho'ng mingisi 96 milliard nervdan tashkil topgan. Sekundida necha trillion xil ulanish, simga o'xshash ulanish yuz berib turdi. Shunga biz bir-birimizning ko'ziga qarab turib, his qilganimiz yoki birovning degan gapini tushuntirib, qayta shakllantirishimiz necha xil ehtimollik ega. Buni agarda ijtimoiy hayotga tatbiqlasak, bu xil ehtimolliklarning hammasiga ergishib ketavergan bo'lmaydi. Shuning uchun bizning hayotligimizni ko'zlamoqchi bo'lgan nishonga yetadigan eng zo'r sog'lomlik, eng zo'r boylik va eng cho'ng aqlga yetishdek bu nishonni amalga oshira oladigan butkul insoniyatga o'rtaq bo'lgan ba'zi prinsiplarni tashkillab chiqish kerak. Endi mushuni tashkillab chiqishda asoslangan prinsip zodi adolatlikmi emasmi degan masala siyosatning hal qiladigan masala. Endi bu nuqtadan aytganda atalmış madaniyatdagi nisbiylik nazariyalari ma'lum maydonda aytganda bir xil
bana izleş, üzdeki zulümni, hakkı mutlaklıkni, izişni davamlaştırışınki bahanısından başka narsa emas. Adillik, adillik to'g'riliq to'xtadingiz. Adil bo'lishni uchun avval aqliy bo'lish kerak deb qarayman men. Chunki aqliy bo'lmagan narsa adil bo'lishi toza bir mumkin bo'lgan narsadek emas. Bunun da mesela senin degenin xuddi Sokrat, Platon, Aristotel'nin degenleri bu o'xshash bo'ldi da. Masalan, Sokratning aytganlari asosan insonlardagi shu davrdagi nodonlikni oddiy savollar orqali oydinlashtirib, ularning nodonligini o'ziga oydinlashtirib berish. Keyin Platonning masalan faylasuf podsholar nazariyasi, Aristotel'ning asosan o'xshab ketadi. Masalan, oligarkiya bilan, aristokrasiya bilan philosopher kingshipni bu eng adil davlat degan. Demokratiyani Sokrat bo'lsin, Platon bo'lsin, Aristotel demokratiyaga eng o'ch. Nakar O'ch Lekin Platonning o'zi bir idealist bak hamda lekin uning bir xil dogma yanlari bek kuchli nimeniki. To'g'ri, u deganing to'g'ri. U hamda Platon nurg'un odamlar deydi, keyingi dunyodagi falsafaning taraqqiyot amaliyoti Platonning nazariyalarini sharhlash jarayoni deydi. Buning asosi bor. Unda Platonning nurg'un nazariyalari davri cheklanmagan yo'q. Lekin bu ikkisiniki demokratiyaga qarshi chiqishi menimcha Sokratni o'ziningki nodonlikqa qarshi ideyalar uchun o'zining jandan judo bo'ldi. Shu vaqtdagi Yunan yoki Asena Sokratni demokratik davlatlar. Lekin shu bu yerdagi bu demokratiya asosligi nima deganda, nodon xalqninki mob demokratiya deydi, demokrasiya deydi yoki nodon xalqning demokratiyasi. Bu yerda hozirgi zamon shaklida masalan Robert Downingki bu an'anaviy demokratiyadan bizni farqlantirib turganini nima deganda, u 5 cho'ng prinsipni o'tirib qo'ydi. Demokratiyaning 5 cho'ng prinsipi. Birinchisi inclusionda multicultural. Ko'p xil madaniyatninki tolerance, inclusion. Ya'ni ikkinchi muhim o'rin turgani saylam. Endi bu xildagi rasmiy adolatni yoqlaydigan prinsiplar, qonuniy prinsiplar ayni vaqtlarda taxi yasab chiqilgan emas. Shu xil holatda bu demokratiyaninki o'zing ustoz bo'lgan Sokratning hayotini vayron qilishi bu ikkisida shu xil tushunchani keltirib chiqargan. Lekin men yerda gapni yig'inchoqlab aytganda bizdagi cho'qimaliqi demokratiyaning o'zli birdan-bir bu xil siyosiy nishon aytadigan yo'l bo'lishimi notayin. Bu bir xil uzluksiz izdinish ichidagi yo'l. Ehtimol, masalan, Yunan davrida qulluq tuzum Yunanliklarninki madaniyatiniki dunyoda birinchi o'ringa eng oldingi qator turishini keltirib chiqargan bir xil tuzum. Buning asosan biz qulluq tuzumni intan payliq bir xil tuzumkan deyamaymiz yoki demokratiyani deyamaymiz. Masala asosan adolatni qanday qo'rashtirib chiqish shu masala bo'lishi kerak. Hamda shu adolatdan e'tiboran adolat bizning bir nishonga hamda insoniyat tarixidan masalan jamiyatshunaslikda u bugungicha insonlar erishib bo'lgan narsa emas, erishib boqqan narsa emas. Dunyo tarixida butunlay barobar, butunlay insonlar bir-birisi bilan adil bir jamiyat prototipi vujudga chiqmadi. Demoqchi bo'lgan narsam demokratiya bugungicha bizning insonlarning elib chiqqan eng yaxshi sistemlashtirgan, butunlay mukammal emas. Albatta uning normal inson yaratgan bir ijtimoiy sistemga o'xshash kamchiliklar bor, lekin bugungi insonning qo'limizda bor eng yaxshi sistem shuda endi. Buningda boshqa amalimiz yo'q. Lekin men demoqchiman, demokratiyaning o'zimi endi aqlda, masalan, biz monarxiyani savol qo'ydik, tanqid qildik, teokratiyani savol qo'ydik, tanqid qildik. Ve muş tanqidlarning ko'payishi bilan hamda inson hamda sistemida, masalan bir teokratik sistemda inson hamda davlatni aql bilan tanqid qilgani yoki savol qo'ygani olmaydi. Chunki uning savol qo'yganlik dinga savol qo'yganlik. Demokratiyada undan narsa yo'q. Demokratiyada siz siyosatga xap bo'lgan bo'lsangiz, siyosatni tanqid qilsangiz bo'lsa, siyosatni, hukumatni tanqid qilsangiz bo'lsa, hukumatning beshidagi insonlarni tanqid qilsangiz bo'ladi. Lekin masalan bir xalifani tanqid qilganlik, u butun islom dinini tanqid qilganlik.
U yerda fuqaro bilan jamiyat, fuqaro bilan davlat o'rtasidagi siyoset qurulma o'rtasidagi munosabatda ig'ir bir tangpungsizlik bor demoqchi. Şu an ben demek olan ise adaletli itibaren bu insaniyetin ictimaileşiş jarayonidagi eng cho'ng nishonining hamda nishoniga erishish jarayonida insonlar hamda dogmalarga emas, sizni to'xtatgan boya to'xtalib o'tgandek hamda aqlga Bu yerda nima qilishimiz kerak, iltimos qilishimiz kerak. menimcha demokratiyaningki eng cho'ng aloyidaligi adolatni barpo qilish yoki kishilik huquqini qo'g'dash degandan bakrak hokimiyatninki bir guruhdan yana bir guruhga qon to'kilmasdan tinch o'tishning birdan bir shakli bo'lganligi. Ana dikkat Mehmet Oktay, meni bunda bir mesele var. Ben bu mesele doğrulukma sual sormak istedim. Chunki Senlikin aval Abdülhalikam'dan bir sual soruyordu. Ana dikkat sana kayıt sualını sorayım. tamam. Abdülhalikam bek saklap gettiniz, geçiyorsunuz. Hem de din bilen siyaset otursun ki biz bayağı münasebetler doğrusu toxtalып kevatimiz. Lekin ben müşkemgiçe din tarih, siyaset tarihini okusam mı ya ki devlet azık günümüzdeki dini devletler bulamdı ya ki din bilen siyaset otursun çatışım boğan, tokunuş boğan siyasi kurulmadaki tüzümdeki devletler bulamdı. Müşkemgiçe din siyasetke aralışıp dinning paydalı bakımını ben körüp bakmadım. Siyaset çokumlu paydalıdı. Dindin paydalı. Yani muş münasebet gibi giden sizin bunundaki bağrınız kandak. Mesela din siyasetke aralasa dinge paydası bulamdı, siyasetke paydası bulamdı. Mesela İran'a karab bakmamız, Türkiye'ye karab bakmamız yaşlarının dindin çıkıp gidiş nispeti her kandak devletlikten yukarı AK Parti döneminde ya ki İran'ın mulla hakimiyetine. Afganistan'da mı işleşinde ara. Hem de din insanların gündelik hayatını şunçilik çık aralasa, siyasetke aralasa, ulanın aklını işletiş, işlep çıkarış, köngül içiş, qo'xshash bütün ijtimoiy qurumlarning hammasiga chap kiribasa natija qanday bo'ldi? Marhamat. Oldi bilan asli din hamma narsaga yoki bo'libmi bu siyosatga aralishishi notayin, lekin hokimiyatni og'uvchilar dindan foydalanib shu hokimiyatni oldi. Chunki dindan foydalanmasa, masalan demokratik bir davlatda u davlatning xalqi dindor bo'lsa, masalan Turkiyani misol olaylik. Türkiye'de bir partiye hukuk almakçı olsa dindan foydalanish kerak. Mesela AK Parti'ye vakittim şu dindan foydalanıyordu. Ondan bu onun karşı tarafındaki Millet İttifakı'mı Saadet Partisi'ni yani koltuğa kusturup oğlumu dindan foydalanıyordu. Yani dindan foydalanmay durup ola hakimiyetini alamaydı. Hem de hakimiyetini algandıkken hakimiyetini ilişkin burun belge vədələrini əməlgə aşırış gerek. Bunu aşırış için bazı dini kaidelerini siyaset ta'sir qildirish majburiyatida qoladi. Bu bir tarafda. Endi buning oxirida diniga foydasi bo'lamdi desa, diniga foydasi olmaydi. Aksine dinigimiz ziyni oldu. Diniga samimiy ishongan kishilarga bak ziyni bo'ladi. Masalan, bu İran Çünkü hakimiyetning qig'inini ular dinning qig'ini deb biladi normalda. Evet, masalan deyli, İran o nima, masalan yog'li qat deb kelgan, yani İslam işengandan keyin hech qachon o yog'liqni maydonlarda ko'ydirgan bir ish bo'lmaganda, ya'ni podsho davrdan bo'lmagan, din hukmron bo'lmagan davrda xalq yog'liqni ko'ydirmagandi. Aksicha din hukmron bo'lgandan keyin bichora qizlar yog'liqlarni ko'ydirishga boshladi. Yani asli o hokimiyatga qarshilik, dinga qarshilik shaklida ko'rildi-da, bu shundan kishilarningki din hokimiyatga bo'lgan zerikish, hokimiyatga bo'lgan o'chmanlik, zulmga bo'lgan o'chmanlik, dinga bo'lgan o'chmanlikda ko'rinib qoldi. Masalan, mana bu Yevropada shu nimadan kelgan, musulmon davlatlardan kelgan yozuvchilar bor. Bu yozuvchilarning dinga bo'lgan nafrati meni bearam qildi. Va ular bilan davomli yilda 2 qatim yig'inda birga bo'lma, ularning she'rlarida nutqda ifodalayotgan payg'ambarimizga bo'lgan o'chmanlik, islomga bo'lgan o'chmanlik, men o'tirsam ketmasam o'tiramayman yerda. Shu qadar nafrat bilan so'zlaydi. Endi ularni dinga shu qadar nafrat qilayotgan narsa nima desa, dinning hukmronlik aylanib, ularning erkinligidan mahrum qo'yganligi. Masalan, biz kommunizm qo'ygandak. Falastinga qochib kelgan qizlar bor, ayol o'quvchilar bor. Ular İsrailga qochonmay Yevropaga qochib kelgan. Ya'ni
shu nimaning dinni hukmron qilgan Hamasning hukmronligidan qochib kelganlar ular. Hem Müslümanlar kaçkan bir mi Müslüman devlet yok bu tarihimde 55 Müslüman devletinin içinde birisi gibi kaçmaydı o normalde Müslümanlar. Shu din Hem birisi Hristiyan devleti kaçtı. agar aqlimiz bilan kuzatsak, dinning hukmronlikning vositasiga aylanishi, dinning hukmronlik uchun xizmat qilishi, dinning hukmronlarning qo'lidagi qamchiga aylanib qilishi burunmi tarixda shundoq bo'lgan. Masalan, tarixda xristianlarni 1000 yillik qorong'ulik davri deymiz, o Yevropaniki. Shu 1000 yillik qorong'ulik davrida insonlarni vayron qilgan. Endi bu agar shu hukmronlikqa aralashsa, hukmronlikning vositasiga, quroliga, qamchisiga aylanib qolsa, din yana insonlarni dindan to'ydirib, dinsizlarning sonini texmi oshirib o'tadi. Yana birisi nima desa, u dinga bo'lgan nafrat oxirida bir madaniyatga bo'lgan nafratga menib bordi. Bu bir to'g'ri emas. Bu insonlarni bir yaxshi bir inoq bir muhit yashashdan mahrum qo'ydi. Masalan, bir odamning diniga bo'lgan o'chmanligi dindor dadasi bo'lgan o'chmanligiga kirib chiqardi. Bu oilalarni vayron qildi. Mesela mina isim kep kaldı tünegümü birisi bana yazıp koyup sen kurban Ramazan bayramını ötküzemse hep. Hem de bir adamın dini düşüncesi boğan neyse onlarla özümüzün yıllardan beri, neçe ming yıldan beri ötküzüp kevatkan bayramı boğan üçmelliki sebep buluşu mümkündeki his kıldı da o. Mesela bir Uygur dini işenmeydiğen bir Uygur bolsa o dini işenmesi buldu. Lakin onun kurban bayramı bilen Ramazan bayramı üçmellik kılışının acıtı yok. Lekin endi bu medeniyet sizga to'qinishga epmanganchada bumi anavi o'zgarib ketishi mumkin demoqchi ku. Albatta, masalan, shu nimaga bo'lgan dinni vosita qilgan, dinni chapon qilgan, zulmga bo'lgan o'chmanlik, oxirida dinga bo'lgan o'chmanlikka, oxirida shu dinni madaniyatning bir qismiga aylantirgan milliy madaniyatlarga bo'lgan o'chmanlikka bu xatarlik narsa. Mehmet Tohti'ye bir soralım bayağı sizin cevabınız çünkü. Mehmet Tohti kanka sizge kiler. Mehmet Tohti bayağı siz demokratiya bilen demokratiyan dediniz bir tiniş hakimiyetini ötküzüp berişinin bir yolu en yaxşı insanlar tip çıkan dediniz ko. En müşel bir mesele bak. Qarab baksak biz mesela Mısır'da bolsun, Tunus'ta bolsun, AK Parti'de bolsun. Tamam demokratiya bilen kazandı. Saylandı. Lekin qazan bo'lganki endi men demokratiya bilan saylanib bo'ldim. Ko'p kishilik xalq menga biltin tashildi, endi men nim qilsam bo'ldi deb o'ziga qarshi odamlarni cheklashga boshlaydi. Asli demokratiya bu emas, cho'g'ulchi demokrasiya deganimiz ko'p iqimlarni ichiga ilib mang'alaydigan. Masalan, AK Parti chiqqandan boshlab, masalan, bir qonun loyihasi o'tirib qo'yganchada o'zining muxolif o'qituvchi partiler bile məsləhətləşkən bolsa, ortaq qanunlarını düzəldigan bolsa, yoki bir çoğ dövlət qararlarında müəlliflərin görüşlərini, düşüncələrini anlagan bolsa, məsələn, Mursi'nin yeni çıxan çağda Mursi məsələn Mübarek'te inqilabdan keyin Mursi çıxdı. Mursi çıxan çağda hem de Mısır'ın nüfusunun %25'e yakın inqilabçı baktı, solcu inqilabçı Mısırlıqlar. Lekin Mursi taxtga chiqdi. Fakat Müslüman kardeşler cemiyeti ve bunun siyasi İslamcı özünün tabanlığı köz tutup kağalarının hemmisini iktidardan uzaklaştırdı. Keyin anadikin Sisi çıkıp darbe kılıp Mursi'ni düşürüvetken çağda Mursi karşısında Mursi'nin etrafında hiç kim kalmagan. Yani mesela bir yerde siyasi İslam bilen çıkan hakimiyet bir şey çıkan kişilerin ki hemen saylandı çıktım dep demokratiyan to'liq tushunganlik uchun saylandı çıktım dep qolganlarni ham biroq bosishga o'tishida bu demokratiyaga bo'lgan tushunchasidan intayin ojizlikdan kelib chiqqanmi deyman. Chunki masalan bir normal bir demokratiyada hamda chiqqan bo'lsa AK Partiya masalan hukumatni olgan bo'lsa bu hukumat elib davlatni boshqarish bilan birga yana oldidagi bir saylamda qarshi tarafdagi iqimlarning aning bilan o'xshash sharoitda saylamda raqobat kutish uchun raqobat sharoit hazırlab berish kerak meyda. Hamda bu yerdagi masala faqat bu hamma huquqni oldim, hamda nima qilsam bo'ldi emas, men huquqni oldim, hamda bundan keyingi saylamda menga o'xshamaydigan guruhlarga sharoit hazırlab berishim kerak. Masalan, bir dinchi hokimiyat chiqsa, u yerda dindor boshqa dinga tushunadiganlarniki
yoki boshqa narsaga e'tiqod qiladiganlarniki, boshqa jinsel yönelimdagilarning huquqi kapalet ilması gerek değil mi? Bu meselede mesela bunu episan bu demokratiyanın kusuru olamdı ya ki bu ülke dini devletlerdeki bu siyasal İslam'ın kelgen bir eneni mi? Bunu ben düşünemedim. Bu yerde bir qancha masala va aydınlaştırıcı geçtik. Aldı bilen növbetki İslam devletleri degenden göre Arap devletleri deyishni muvaffaq ko'raman. Çünkü demokratiyanınki yaxshi Lekin Türkiye'den badem, Tunus'ta, Türkiye'de, Afganistan'da, İran, Paris. Ama demokratiya yaxshi tatbiqlangan İslam devleti var. Mesela Malaysiya, Indoneziya. Indoneziya acayip derecede yerliklerinin autonomiyası cihetinde ait ülke doğudak bir nimigiga. Mesela bir ştatıda şeriattan bazı bir yolu koyulursa yeni bir ştatta tamamen erkin, liberal yaşayalaydı insanlar. Hem çünkü olacak Allah'ın terkip tapkan bir devlet durup yani demokratiya nemelga aşıralaydı. Ahırda Şarkı Timor'un müstakillikini kabul kıldı. Eğer Endonezya demokratik olmayan bir devlet boğan olsa belki Şarkı Timor'un müstakillikini kabul kılışı mı bir mesele? Ancak Endonezya ile Malasya'nın bu sosyolojik yapısı mesela fikri Schengen dinideki şeriatni asas kılgan fikri mezhepteki nimler bilen niminin bu sen diyen Endonezya ile Malasya'nın bu cemiyet kurulması da mı bir özgürlük ve Budizm ile birleşik etken yerlerim çıktı. Elbette fark var ama bu yerde ben bunu demişki misalını verdiysem ma'lum bir hadisini ma'lum bir din yoki millatga bağlab tushuntirishninki to'g'ri emasligini tushuntirish uchun deyapman. Masalan, Xitoy millatiga demokratiya yarashmaydi, Xitoylar 1000 yil o'simi demokratlaşmaydi degan gapni Tayvanga qarasanglar shu rad qilib o'tsa. Sen Xitoyga bo'lgan buni deyishing mumkin. Xitoylarga demokratiya yarashmaydi, Xitoylar degan har bir demokratlaşmaydi deysan. Ama Tayvanga qarasanglar 30 yıl bir demokratik devlet ama demokratiyasi shunday yaxshi ishlayapti. Dunyoning o'lgusi bo'g'dak darajada. Yani meni hazır diginimlik bir milletine etnik tutmadım ya Müslümanlar tutmadım. Meni ayet davatkan gibi siyasal İslam bilen boğan münasebetinde. Şunu şu. İslam'ın siyasi Siyasal İslam şu Endonezya'da mı var? Endonezya Ulumalar Birliği neçkatım hakimiyetkilik neçkatım kitip oldu. Elbette. Hükümet demokratik tertipte boğaçka devlet siyasal İslamcılığımı yani kileleydi. Ama Arap devletlerine kelsek Türkiye'de mi nispeten demokratik tertip var. AK Parti'ye kilelegen bile yeni kileleydi. Mesela AK Parti'ye aldığımız ki sayılamda jingini karşı ben ketmeyimi de turamaydı. Mümkün emez. Demiş ki Türkiye'nin demokratik tertibi buna yol koymaydı. Lekin sen bir arası sayılamda da ölçem kuvvetsen bir yerde demokratik kurulmalarının otoriterleşecek bir mesele var ya. Hakim mutlaklaşık kurulmalarının ki mesela yargı bilen münasebeti kalmaz. Mesela şu Arap devletleri kelsek Türkiye'ye okşaş, Malaysia, Endonezya'ya okşaş demokratik muasseseler sistemlaşmagan, olturmagan cayıga. Hem de bu devletlerdeki siyasi İslam hareketleri demokratik tertiplerde sayılamlarda hakimiyetken kelgen bilen yüzü demokratiyani kubul kılgan emez. Yani demokratiyani kubul kılgan emez. Mesela Erdoğan'ın bazı bir gibi var. Demokratiya biz için bir vasıtadır. Şu sen davatkan Mısır'daki Müslüman Karındaşlar Teşkilatı'nın demokratiyani bir devletini başkuruştaki sistemisi de kubul kılgan emez. Belki mübarek hakimiyetini örüp hakimiyetki çıkışının vasıtı da kalgan. Tunus'taki Nahda mı şu? Ama Nahda keyin üzünü ıslah kıldı hali zor derecede. Bundan başka nurgun devletlerdeki demokratik siyasi demokratik ama siyasi İslami hareketlerinki vuruluşları demokratik prensiplerini İslam'a uygulaştırır. Herkesin İslam'ın demokratik prensiplerine uygulaştırış emez. Ondan boğandıkken bu yerde demokratik prensipler vasıtı buludu. Hakimiyetine hep boğandığın ki yıllan ular o demokratik tertiplerine rayı kılmaydı. Ulanın məqsidi, yani bundan söyleyeyim, demokratik bir devlet kurup çıkış emez. Belki demokratik yollar bilen hakimiyetini eleş. Ondan boğandıkken
Undan bo'lgandan keyin bu yerda hokimiyatga chiqib bo'lg'uchi demokratiyalik tartiblarga rioya qiladigan gap, chiqib bo'lgandan keyin ularga rioya qilmaydigan gap. Misrdagi masala shu. Misrdami Musulmon qarindoshlar tashkiloti asosli yoshlar qo'zg'agan inqilobda tashkillash kuchiga aylab turib hokimiyatni oldi. Hokimiyatni olib bo'lgandan keyin shu sen davatgan liberal yoshlarning ovoziga quloq solmadi. Faqat men %51'ni oldim deblam. Turib oldi. İşinipçi o'ziga. Ama qolgan %49 ko'chaga chiqib norozilik bildirgan vaqtda armiya fursatdan foydalanib mudohala qilib tamamen Arab bahoridan keyin olib kelgan demokratik fursatni qo'ldan berdi. Endi bu yerdagi masala shu. Endi bu yig'ib aytganda bu ko'rinish masalasi shunday. Hozir Tunisda bu masala yana qaytadan Tunisdagi eng çok o'tkish partiya İslamiy partiyaning boshlig'i urishga qo'lga olindi. Rashid G'annoshni. Shunga nurg'un Yevropa davlatlari hammasi norozilik bildirdi hozir. Bu Tunisning demokratik tartibiga xilof. Chunki Nahdaninki qo'lga olinishi nimishqa g'arb davlatlari hammasi qarshi hozir. Çünkü aynı vaqtda hokimiyatni bulab yana o'tkazib berishni bilgan ular. Evet. Nameliqi muhaliflar bilan yaxshilikqa konsensus qurgan qo'yliqni nim qilgan masala masalasida. Musulmon qarindoshlar tashkiloti shuni qilolmadi. Hokimiyatni ilishni bildi, olgandan keyin hambaharlashni bilolmadi yoki ko'p sonliq ko'chaga to'kilgan vaqtda bo'pti, yenidan saylov o'tkazdi degan gapni deganmidi. Yo'q, men tutib bo'ldim bir qachon. Yo'q, men anakin Mehmet To'xtim. Buyurun. Mehmet. Bermayman deb turib oldi. Shuning bilan davlatning apparatlari demokratik shaklda o'ltirmagan bo'lg'achqa armiya mudohala qilib hammani yo'qqa chiqardi. Hozir Tunisdami yana Qays Said deb prezident o'tirg'i chiqib bu armiya bilan birlashib hozir demokratik tartiblarni hammani oyoq osti qilyapti. Hozir demokratiya tugadi Tunisdami? Endi bir şey qarab baksam, degan gapimga qarasam, hozir bu yerda dinning masalasi oyoqda qilib, yana siyosat, shu siyosal islom deb dinni ishiltib, yana hokimiyat bir şey qilib, yana o'tirtir. Bu yerda gapningki yana nazariyaviy qismiga kelsak, islom bilan demokratiyaning masalasini hal qilishdan iborat bu bir asrlik balki. Bundan oshgan bir tirishchanlikningki mag'lub bo'lganligi, amalga oshmaganligi bu. İslam ve demokratiya degan temada tom kitoblar yozildi hozirgacha. Demokratiya İslamga uyg'un deb nurg'un sharhlandi. Demokratiya İslamga qarshi emas deb sharhlandi. Siyosiy islom tarafdorlari demokratiyani hokimiyatniki bo'lib hokimiyat erishishninki yo'lliq shaklida buni qabul qilg'usdi o'zining qo'llovchilariga. Ammo yana bu yerdagi mohiyatli ziddiyat hal bo'lmadi. Çünkü bayan To'xtikan deb o'tgandek islomiy harakatlar baribir bir ideologiyani, bir e'tiqodni asos qilgan. E'tiqod ideologiya degan dogmaning xususiyatiga ega. Ya'ni o'zgarmaydigan prinsiplari bor buning uchun. Ammo demokratiya bo'lsa, asosligi universal qimmat qarashlarni va inson haqlarini, kishilik huquqni asos qilgan. Masalan, bir davlatningki qonuni demokratik tartib bilan o'tdi, ammo kishilik huquqqa xilof. O demokratiya bo'lamaydi. Shundaqmi? Masalan, sen demokratik bir tartib o'rnatding davlatda. Masalan, Ironda demokratik tartib bor. Ammo shu demokratik tartib bilan demokratsiz qonunlar ma'qullanadi. Unda bo'lsa bu qonunni biz nimaga asosan xato deymiz? Bütün navbatdagi dunyoda, navbatdagi hukmron qarash bo'yicha bo'lganda qonunninki adil yoki adil emas, to'g'ri xato bo'lishini o'lchashda kishilik huquqni asos qilamiz. Bir qonun sistemasi ne kadar kishilik huquqqa rioya qilsa, ne kadar uni keng doirada o'z ichiga olsa, ne kadar uni jonlantirsa, bu shuncha adil bo'ladi. Ammo demokratik tartibga ega, lekin kishilik huquqqa xilof qonunlar ma'qullansa, bir davlatning parlamentlaridan şu davlatning hukumati demokratik meniki deb da'vo qilgan bilan yana umumiy jihatdan qabul qilinmaydi. Kishilik huquqqa xilof chunki.
Bu xil yadroluk mesele hazırgacha hal bo'lmay keldi. Evet ki AK Parti'ninki Türkiye'deki ahvalıga kelsak, ben şahsen özden şu AK Parti'nin siyasi İslam'daki en yaxşı ölgüsü dep qarayman. Çünkü en bakar halıtıda en yaxşı ölgüsü dep qarayman. İslam dünyasında şu AK Parti'çilik siyasi İslam'daki növbetdeki seküler ve demokratik tertip bilen maslaşkan bir hakimiyet şeklini berpa qila olgan başka bir örnek yok. Lekin bu Türkiye'nin mi özünün mi bu tarihten uzun mezgillik sekülerleşme süreci bilen ceryanı bilen münasebetlikte Atatürk bunu 30. yıl ondan keyinki CHP dönemi AK Parti'ye keyikçiş kılıp bu çakışı boğan bir ceryanda hem de şunun cemiyetime özgergende şunun başka çağrısı yok. En yaxşı ölgüsü. Ama bu ölgümü keyinki mezgillerden hazır kırvatkanımızda yani demokratiya bilan bo'lgan bosliqni saqlayolmay tadrijiy bundan yiroqlab ketdi. Chunki demokratik qimmatlar va prinsiplar AK Parti'ninki hokimiyat yurgizishga daxl qilyotidi. Endi AK Parti bir ideologiyalik davoni asos qilgan partiya bo'lishi bilan men qilganim demokratiyaga xilofkan, shu bilan hokimiyatdan tushay demdi, tushay demaydi. İdeologiyalik hokimiyatlar ideologiyamni, davorimni amalga oshirish uchun insanın kıymet karışlarını, kadir kıymetini depsende kılsam buludu deydi. Çünkü karşı çıkanlar düşman. Onun bir fetva verirler değil. Şunu bilen Türkiye'de hazır, sen degendek eskiden kurulgan sistema yedilam AK Parti'nin demokratik halatı saklap kilovatıdı. Eskiden şurada bir kurulma bulmagan bolsaydı Mısır'a okşaş, belki AK Parti'ye azıcık demokratik halatını saklayamazlığı çok ihtimallıktı. To'xtakamdi sizga qaytib kelaylik. To'xtakamdi biz batgana bayağı paranlaştık amdi. Sizce mesela amdi din bopma İbrahim dinlarning bazı ijtimoiy talablar bor. Budizm o'xshamaydi chiqim bir xil o'zgacha bu biraz teologiyaning mazmunining doirasidan chiqib ketish mumkin. Lekin amdi İbrahim dinlarda ko'pincha shariat mesela bir qonuniy sistemasi va xalifalikdan iborat bir siyosiy qurilmasi va mesela insanın qandaq yaşaşı, siyasetinin qandaq buluşu, qaysı ictimai nəsiga qandaq ceza berişi din ibaret bir qatar meselelerge bo'lgan hamda diniy javob, ijtimoiy va siyosiy meselelerge bo'lgan bir qatar javoblar var. Hamda bu dinning İbrahimiy dinlarning bu ijtimoiy talablar bilan demokratik prinsiplar qanchalik darajada sizga mos kelib ketadi? Buni qanday hal qilish kerak bu masalani? Abay deb o'tgandek, meningki ko'z qarashimcha umuman dogma adolatning asosi bo'lolmaydi-da. Bu nuqtani aytganda hozir qadar hokimiyat shakllarining ichida eng odamlarning adolatga bo'lgan talpinishini yoki amaliy turmushini aytganda sağlamlık, baylık ve aqldan ibaret bu xil yuqori o'rlashni eng yaxshi darajada amalga oshirgani demokratik shakl. Endi demokratiyaning ichida qaysi xil shakllarni qo'llanish, qonun tuzum jihati, parlament tuzumi, podshohlik asos qonun tuzumi yo ko'p partiyalik tuzumi, ikki partiyalik tuzumi, bu xil shakllar har xil tarixiy davrlarga bog'liq tadqiqotchilarning va ziyolilarning tirishiga bog'liq. Endi bu yerda ikki xil narsa har vaqt rol o'ynab turdi. Tarixiy nuqtadan aytganda, odamlarning ong qurilmasi nuqtasini aytganda, birisi angliqlik bilan angsizlik. Endi bu ikkisi tarixdan buyon izchil tepishib turgan ikki xil kuch. Abay ko'pchilik deb o'tgan, masalan, adolat to'g'risida to'g'ri bo'lgan haqiqatga tabi tushuncha ma'lumotni aytganda adolat va demokratiyaning yukselishiga asos bo'la oladi dedik. Endi bu xil ahvol meningcha nisbiy haqiqatga ega. Nima uchun deganda bizda bu dunyo qarash bilan bilimninki farqiga taqishadigan masalalar. Ba'zi odamlar kallasida dogma dunyo qarashga ega bo'lgan har xil bilimli odamlarimiz bor. Masalan,
nurg'un sohalarda PhD'larni olgan bo'lsa-mu, ammo dunyoqarash jihatda dogma ideyasi bo'lsa, aqlliq nadonlar deymiz-ku, bu xil aqlliq nadonlar yanala demokratiya, siyosiy adolatlik nuqtasini aytganda bir xil zulmninki qo'l cho'moqchisiga aylanib qolishi mumkin. Shu nuqtani aytganda, meningcha diniy soha emas, balki ziyolilar sohasi haqiqiy demokratiyaninki ulni tashkil qilganlar. Endi bu yerdagi masala haqiqatninki zodi adolatga ko'rsatgan ta'sir qanchalik yoki bizningki to'g'ri bo'lgan bilimimiz bilan to'g'ri bo'lgan siyosatninki munosabati qo'yiqmi yoki ojizmi? Bu nuqtani aytganda menimcha bu intayin ojiz bir masala. Bizga haqiqat qaysi xil yo'l bilan menishimizning to'g'riligini aytib bermaydi. Nima uchun deganda jamiyatga nisbatan aytganda masalalar asosan odamlarningki axloqiy, siyosiy hukmiga bog'liq. To'g'ri bilan xatolik pandiki to'g'ri bilan xatolikdan farqliqda. Turmush masalalariga nisbatan aytganda bizningki kuzatishimiz oxirlashgan yerda sharhlashimiz boshlandi. Biz o'zimizning sharhlashi yoki subyektiv hukmimiz orqali qaror chiqimiz yaxshi yomonlik, haq nohaq adolat masalalariga. Shuni aytganda dunyoqarashninki nodon dunyoqarash bilan ongliq dunyoqarash shu jamiyatda cheklangan hokimiyatninki hokim mutlaq yoki demokratik bo'lishini belgilaydi. Umuman diniy dunyoqarash hukmron o'rinda turgan har qanday bir jamiyatda bu xil to'liq ma'nodagi kishilik huquqni hurmat qilgan barobarlik, erkinlik amalga oshgan demokratiyaning bo'lishi mumkin emas. Masalan, 2007-yildagi bir statistikaga qaranishicha, endi Yevropada shu vaqtlarda eng oxirda turgan demokratiya Ispaniyada, iqtisodiy taraqqiyot nuqtasini aytganda. Shu Ispaniyada tarjim qilingan, tashqi davlatlardan tarjim qilingan kitoblarningki umumiy soni butkul arab islom allarining shu bir yil ichida tarjim qilib davlatga kirgizgan kitoblarning sonidan erishib chiqqan. Endi bu yerdagi masal nimani tushuntirdi deganda, biz bu xil ilmiy bo'lgan dunyoqarashninki bizning hayotimizni yuksaltirishdagi amaliy natijasini ko'rdik. Masalan, Steven Pinkerning shu kitobida aytilgandek, odamlar necha ming yil ilgari oyatlarga qaraganda odamlarning sog'lomligi, boylik nuqtasini aytganda namoratlikning yo'qolishi, nurg'unlagan oyatlarni bayram qilgan urushlarning kemishi qatorliq nurg'un masalalarni misol olgan. Masalan, koronavirus chiqqanda bu xil ilmiy dunyoqarashdagilar bir yilda vaksinani ishlab chiqara oldi. Ayni vaqtda 1918-yilda butun dunyoda necha million, 10 necha million odamning hayotiga sabab hayotini vayron qilgan viruslar chiqqan vaqtida bu xil vaksinalarni ishlab chiqarib bo'lolmagan. Fan texnikaninki ilmiy dunyoqarashning angliqlik dunyoqarashning taraqqiyotiga ergishib bu xil hayotlikning har xil shakllardagi yuksalishlar ish beryotgan demokratiyaninki ta'minlaydigini, ziyoli qatlamlarninki yoki demokratiyalarning ta'minlaydigini dal mushkil sharoitda ruhiy dunyoni tushab turgan zanjirlarni parchaqlab tashlab, odamlarninki o'zini yuksaltirish, hayotlikqa bo'lgan intilishi, har xil sohalardagi yangilik yaratish va yuksalishga siyosiy nuqtadan shart-sharoit hozirlab beradi. Masalan, John Rawls'ninki nazariyalari nuqtasini esa, masalan, uningki difference principle deydi, original position deydi. Bu xil narsalar, masalan, Kantning va keyingi nurg'un siyosiy tadqiqotchilarning tadqiq qilish asosida o'tirib chiqqan adolat to'g'risidagi bu xil nazariyalar, bu ziyoli qatlamlarningki necha ming yillik izlanish orqali insoniyat jamiyatida zodi adolatni qanday shaklda hosil qilamiz deb izlanishningki natijasi o'tirib chiqqan masala.
Endi bu xil ziyoli qatlamlarning o'ttirg'i chiqib 19 asrlardan boshlab haqiqiy ma'nodagi ziyoli qatlam olimlar, tadqiqotchilar, ilmiy izlanguvchilar, angliq jamiyat shundan boshlab shakllangan deyishga bo'ladi. Uningdan burun bu xil g'ayri aqliy dunyoqarashliq diniy dogma dunyoqarashliq dunyoni tushuntirish necha ming yillik tarixga ega. Agarda bu xil dunyoqarashning haqiqiy hayotlikni ilgari surishga unumi bo'lgan bo'lsa, ular bu xil ziyoli qatlamdan burilib 3-4 ming yil fursat bor edi. Lekin amalga oshirib chiqalgan emas. Endi bu yerda insonning eng nuqtasini aytgan masalan Sigmund Freud bilan masalan hikoyamizni boshlasak Schopenhauer, Friedrich Nietzsche yoki Michel Foucault, Sigmund Freud, Carl Jung qatorliqlarning nuqtasini aytgandiki bu xil g'ayri aqliy dunyo bilan pozitivizmchilar Kantdan keyin o'tirg'i chiqqan pozitivizmchi til tahlilchiligi, fan falsafachilari qatorliqlar vakillik qilgan angliq dunyo bilan g'ayri aqliy dunyoninki bu xil ko'rishi mangulik kurash. Ya'ni bu yerda bizga haqiqiy hayotlikni yuksaltirib bugünkidek erkin nafas ola oladigan masalan Amerikachi, bu xil tizimlar Yevropachi kishilik huquqni hurmatlaydigan va shu asosda fan texnikaninki baxtning mazmunining kengashiga turtki bo'layotgan bu ilmiy dunyoning amalga oshishiga yoki bu ilmiy dunyoga vakillik qilgani angliq dunyoda. Endi bu xil angsiz dunyoda ikki xil aqim bor. Birisi dogma dunyoqarashda, bu dogma dunyoqarashga Abay aytgandek umuman qandaq bir xil dunyoqarash vahima turg'izish orqali, majburlash orqali, zo'rlash orqali yoki hukmronlik tayinish orqali o'zining to'g'riligini isbotlasa, bu xil dunyoqarash dogma bo'ladi. U mutlaq holda hokim mutlaqlik qilib bordi siyosiy jihatdan, mutlaq holda nodonlik qilib bordi bilish nuqtasi jihatdan. Endi epistemologik jihatlarimi bog'liq shuningki epistemologik jihatdan masalan u mayli vahim jihatdan manda deb nim qilsa lekin eng chataq yeri uning savol qo'yilmaydi, tanqid qilinmaydi. Bu dogmaning eng xatarlik yeni müşre bilimga o'xshamaydi. Chunki uningda masalan dunyoning yoritilishini tortib hayotlikning qandoq elib berilishi, hatto odamlarning qandoq nafas elish kerakligi to'g'risida bo'lgan bilimning hammasiga mening bergan javobim birdan bir to'g'ri bilim deb ishonadigan nodon hakavorlik bu dogmaning tipik ifodasi. Bu bizning hayotimizda taxmi kuchli ifodasi topgan bo'lib bizdagi nodon bilmayman deyishdimi qo'rqaydigan bir zihniyatda hargiz bir narsalarda masalan albatta ilohiyachilar hargiz diniy kitoblar bo'lsin ma'nasi to'g'riliq bundan javob yo'q bilmayman degan gapni ochiq demaydi. Ochiq hamma savolning bir javobi to'liq bor. Lekin mening bu angliqlik bilan rationality bilan irrationalityni angliqlik bilan angsizlikni o'ttirib qo'yishimda rasionalizm va irrasionalizm ma uyg'urcha siz hozir deganingiz ekan. Lekin men uni angliqlik bilan angsizlik deb tarjima qildim. Buning mening sababim bor. Nemishqa deganda taxminiy tek bosaq bo'lamdiki shuni men rasionalizm hamda aqlchilik deb irrasionalizmni hissiychilik deb olamiz bu falsafada texnik qarab. Ona mening qarshim boshqanda reasoning o aqlchilikda nima yoki rationality bilan irrationality u boshqa. Irrationalityda bu xil dogmadan sirt yana masalan u sanatlashgan falsafa masalan Michel Foucault'ning bo'lsin, Jean-Paul Sartre'ninki, Merleau-Ponty bo'lsin va Martin Heidegger, Edmund Husserl bularninki bu xil nazariyasidagi garchi bular masalan Sigmund Freud'ninkida bu xil nazariyalardagi g'ayri aqliychilik yoki angsizlik nuqtasini hissiyotni asos qilgan bu nazariyalar bor bo'lsin, lekin bular asosan san'atninki ijodiy kuchidan shakl topganda bu uningki g'ayri aqlchilikninki angsizlikninki aktiv tarafi, pozitiv tarafi. Buni inkor qilgan bo'lmaydi. Nima uchun deganda hayotninki doirasi fanning doirasidan kengda, shunga nuqul oldi aqlchilikka tayinib dunyoni tushuntirib ketish yana cheklamalarga ega. Zaten rasyonalizm ilim-fanga xos bir narsa. Endi rasyonalizm ilim-fanning hamda eng asosiy falsafaviy xarakterlarining birisi hamdir. Rasyonalizm bo'lmasa ilim-fan bo'lmaydi. Chunki bizlar
kainatdagi objektiv uchurni yig'ishdagi eng muhim qurolimiz aqlchilik hamda rasionalizm. Lekin san'atda unda bir narsa yo'qda. San'at chunki adabiyot san'at masalan xuddi dinga o'xshaydi. Har bir lekin birdan bir o'xshamaydigan yeri har bir asarning o'zining bir dogmasi bo'ldi. Har bir asarning o'zining sistemasida, o'zining nimasida tushunchasi bo'ldi. Lekin hamda dindagi dogma bilan nimadagi metafizik buni Karl Popperning nisbi pozitivizmdan ayrılgan çağda bakı mesela metafiziki bilen dogmanı ikisini birlik qilib pozitivistlar. Hem de din, ilim fen butunlay mening ko'z qarashim unaqa emas. Nima uchun deganda masalan Nietzschening Zoroasterni o'qib baqsang buni Ruydunyan taraqqiyotning 3 bosqichini o'ttirib qo'ydi. Danishmand, she'r va bola. Ana balliq davr haqiqiy san'at davrida masalan kichik bolaning ijodiy kuchi eng kuchli. Biz uni cho'ng qilish jarayonida uyanchaklab uni bir mexanik odamga aylantirib qo'yamiz. Masalan Michel Foucault'ninki nuqtalarini aytgandagi bir xil nazariyalarda. Ham yaniki masala biz nuqul holda aqliylikni yoki fanni targ'ib qilib, ma'qul nuqtadagi san'atga xos bo'lgan ijodiy nuqtadagi g'ayriaqliy omillarni cheklayamaymiz. Ya aka bina dileşmangi paylaştığındaki çek nimisine ayrımlık mesela bütünle ilim pengil karab katli senatni taşıyıtaylı ya ki mesela küçük balığa Noel Buvay'ın hikayesini katli itpemek bular çokum rastgele kılaylı demek demez. Lekin 232 farkını çokum cemiyetke sığındırış gerek dep qarayman go mesela senat degan nima, ilim pen degan narsa nima, din deydigan narsa nima. Muşun mesela qaysının da qaysı amillar hükümra orun turdu. Mesela ilim pende akıl bolsa sanatda akıl bulmuşsun bulurdu. Bu texmoylik hissi irrasyonel bir tekşirlikti bolsun mu bulurdu. Lekin muşun farkını şu tushuntirishda zörü bir mesele mikin deb qardim bu. Onun farkı endi tarixning uzlalı burun aşka yani o'ttirib qo'yib chiqqan. Uni siz Gipon'un bektol biz kisvettim aka. Bir cümle qısıp qo'yaylik. Bizde bekçik qo'yaylik. İctimai fensiz edebiyatçılarni ko'rsatib qo'ydi. Edebiyat o'qiydiganlarning hamisi biz ijtimoiy fenchi deb bilamiz. Bir ijtimoiy masalani edebiyatçılardan so'raymiz Uyg'urlarning aynansida. Shumaylik san'at bilan edebiyat san'at bilan ilim fanning munosabatini bilmaganlikda xuddi ding'im deymiz bu din bilan ilim fan bir-birisi bilan qat'iy moslashmaydi. Ikkisi bir-birisi bilan butunlay uzoqishki narsa desak, sen dinni tuvan ko'ryapsan deydigan masala chiqadi. Tuvan ko'rganlik emas, ikkisi farqli narsa. U xuddi metafizikning ilmidan tuvan ko'rganlik emas, xuddi san'atni ilim fandan tuvan ko'rganlik emas, faqat ikkisining xarakterlarining butunlay bir-birisi bilan o'xshamaydigan ikki narsa ekanligini demoqchi. Uning asosi bor. Endi musharalqi bizningki bugungi topik tatbiqligini bo'ldig'ini bu yerda. Ma'lumotni aytganda bu xilalik demokratiyaning ortiqchiligi dal mush ikki xil sohaning har ikkilisini o'ylashqini bo'ladi. Uningdan boshqacha siyosiy shakllarda ehtimol ma'lum bir yo'lni tanlab boshqa yo'llarni hayotlikning mazmunidan chiqaradigan ahvollar ko'pda. Shuning uchun aytganda demokratiyaningki insoniyat tarixininki yoki insoniyat hayotininki mazmunininki ko'payishi va hayotlikninki ko'zlagan nishoniga yetishningki o'ng'aylashtirilishi va uningki hayotlikning taqim yuksalishi ko'rsatilgan natijasi siyosiy shakllanishida demokratiya hayotlikninki taraqqiyotiga mos keladigan bir xil siyosiy tuzilma deb shu nuqtadan qaramoqchiman. Shunga nuqtalarda ilmiy yoki faniy nuqtalardagi masala emas, hayotlikning umum kartinasini nuqtasini aytganda demokratiya dal shunga sharoit yaratib beradi. Chunki sekülerizm badaka demokratiyaning ichidaylik. Sekülerizm deydigan narsaning o'zi dalilqa birli manbaga xalqlar din arish deb bildi. Aslida sekülerizm degan xudaylik davlatni boshqarishda faqat birli manbaga bog'lanib qolmaslik degan gap-ku. Hem dinning ichidagi jamiyatni qilgan narsalarni oladi, hem fannikini oladi, hem siz degan o'xshash başka sahalarni manba qilib siyosat belgilash. To'g'ri. Azroq o'zimiz qaytib qeyli. Bek nim bo'lib ketdi. Men bundaq o'zim sormasam deychi bo'ldi. Bo'ldi ya. Chunki bunda bir narsani o'ylayman menchu. Shu Uyg'ur tarixida Uyg'urlar tajovuzchining qo'lida ko'p o'lganmi yoki ichki ziddiyatning ichida, ya'ni ichki ziddiyat deganimiz ikki diniy mazhabning qo'lida ko'p o'lganmi degan savolni o'zim so'rasam, buni javobini o'zim bersam,
Uyg'urlar amaliyotda tajovuzchining qo'lida ko'p o'lgan emas, ichidagi diniy ziddiyatchilik ko'p o'lgan. Buni boshdan kelsak, Oppoq Xo'ja davrida, ya'ni Saydiya xonliqini, Yakan Saydiya xonliqini Oppoq Xo'ja olgan chaqda Oppoq Xo'ja Oqtog'liqdi. U Oqtog'liq Oppoq Xo'ja Qortog'liq Soqiyalar bilan urush qilgan, urush qilib minglagan Uyg'ur, ya'ni o'shada o'lib ketgan. Yani bu urush Uyg'ur tarixida 300 yil davom qilgan. 300 yil. Oqtog'liqlar bilan Qortog'liqlarning urushi 300 yil davom qilgan. Hech qanday dushman bizga 300 yil tajovuz qilgan emas. Biz o'zimiz bilan 300 yil urush qilgan millat. Ya'ni ikki diniy tabiqa. Ya'ni bu ikkisi qarindosh dahi. Birisi aka, birisi ufka. Aka ufka farq qilgan ikki diniy mazhab, ikki diniy iqim bir-biridan Uyg'ur tarixida 300 yil urushib, Uyg'urlarni boshqalar bilan o'zini silishtirolmaydigan, boshqalardan o'rganolmaydigan, boshqalardan baslasholmaydigan holga tushirib etgan. Ya'ni bu yerdagi masala shu din bilan siyosatning yaxshi bir taraf bo'lmaganligidan bo'lganda. Ya'ni ayni vaqtda shu Uyg'ur tarixidagi eng oxirgi va kuchli xonliq bo'lgan Saydiya xonliqni og'dirib o'tganligi ikki mazhabningki dinga aralashishi. Ya'ni o'zining mazhabini din deb hokimiyat chiqarib hamma odamni Oppoq Xo'ja o'zining jannatga kirgizmoqchi etdi. Oppoq Xo'janing qarshisidagi Isoq valimi, Isoqiyachilarmi, Qortog'liqlarmi o'zining mazhabi orqali Uyg'urlarni jannatga kirgizmoqchi etdi. Oxirida hammamiz do'zaxga keltirib qo'ydi. Ya'ni agar tariximizni olsak, din hokimiyat bilan birlashsa, mana shunda bo'ladi. Chunki dinni hammadan o'zi mazhab bo'yicha tushuntirdi, o'zining tushunishi bo'yicha hokimiyatga aylantirdi. Oxirida u tushunchani qabul qilmaganlarni qirdi, o'ltirdi. Uyg'ur tarixida 300 yillik qo'jlar to'plami, qo'jlar ziddiyati Uyg'urlarningki 300 yil dunyodan mahrum qilishiga, taraqqiyotdan mahrum qilishiga, boylikdan mahrum qilishini keltirib chiqargan. Endi ko'z oldimizdagi reallikni desak, hech qanday bir kuch Uyg'urlarni Teklamakondan Suriyaga boshlolmaydi. Hech qanday bir kuch. Buni Xitoy qilolmaydi, hech qanday kuch qilolmaydi. Bu nima qiladi desa, xalifalik chaqiriqi. Xalifalikning davlatida o'lmasang, xalifalikning ostida yashamasang, dindan chiqib ketsan degandan mening 2014-yili 7-oyda shu biz bilan bir kamera kirgan bir nimadan olgan ma'lumotimda bir sobiq davlat bexatarlik xodimidan 18 ming Uyg'ur chiqib ketibdi ekan. Ya'ni agar shu xato chaqiriq din tonini kiygan xato chaqiriq bo'lmagan bo'lsa, 18 ming Uyg'urni Xitoy qo'g'lab chiqarib o'tmaydi. Ya'ni bularni o'z og'zi bilan tabliq, ya'ni o'z pulini sarf qilib, o'zining jinni sarf qilib Xitoy bu dushmandan qutuldi. Ya'ni bu Uyg'ur tarixidagi siyosat bilan dinning munosabatini to'g'ri bitirib qilmasligi, dinning to'g'ri tushunmasligi va tushunolmasligi oxirida 300 yillik ichki urushni keltirib chiqarib, hech qanday tajovuzchi o'ltirmagan Uyg'urni bir-birimizni o'ltirib atdik. Hatto Jallod Xidim nimadan tugman cho'rganda, Yakanning tarixida shuna deyiladi. Ya'ni Adam qinidan tugman cho'rgan. Valixon To'ra Oqtog'liq Oppoq Xo'janing avlodi Qashqa Yovog'da, Qashqa tumanining bo'yida odam beshidan kolla yasagan. Odam munari yasaganda, kolla munari yasagan. Bu tajovuzchining kollasi emasdi. Dushmanning kollasi emasdi. Uyg'urning kollasi. Nima bo'lganligi uchun? Qortog'liq bo'lganligi uchun. Shunga bu siyosat bilan dinning munosabati nihoyatda nozik masala, tushunmasak bo'lmaydigan masala. Bu bizning hayotimizni 300 yil nobud qilgan bir masala. Shunga bu masala to'g'risida yana astoydil o'ylashga yaxshi. Bu masala bizni bundaki mavar qildi. Ya'ni avar qildi. Masalan, 18 ming Uyg'urni Suriya cho'llarida vayron qildi. Ya'ni bundan keyinmi yana nechilik Uyg'urni vayron qildi. Bu bizningki aql bilan mush masalalarni yaxshi tushunishimiz, oldin o'zimiz, ikkinchisi yaxshi tushuntirishimizga bog'liq. Bu hargizmi o'liqda bilsin bo'ldigan, bilmasin bo'ldigan bu bir nazariyaviy amalga oshmas yoki biz bilan munosabat emas. Biz kundalik eng muhimi ta'sir ko'rsatgan masala. Eng muhimi qochadigan din emas. Qochadigan din masala albatta. Qo'shilma chunki Mehmet Oktay sen hem de gapni sen oxirini elib oxirini de. Chunki din vosita qilinib
milliy menfaatimiz yangi uchrab bo'lgandan keyin biz her vakit tarixda başlap hazır bulavatdı. Şu hata kılganlarınki kılgını dinge uygun emas diye dep şerhileşke başlayımız. O vakti ötken de bunu şerhilegenin faydası yok. Hiç faydası yok. He. Çünkü her vakit din damıda teşvikatlar kılınıp, dini cihetin çakırıklar kılınıp, kişiler ma'lum bir hareketki qo'zitilgan vaqtda haqiqatga chaqirılgan şekilde teşvik kılındı o. Hem şundak tuyuldu. Ama o iş keyin ziyonliq bo'lib chiqqan vaqtda andan keyin biz derhal dinni o jinoyatdan ayırıp alamizda din asli mundaq yaxshi ishlarga buyurdi, ama bu xato tushunganlikdan kelib chiqdi deymiz. Bo'lgan ziyon o'zimizga bo'ldi, tatgan ziyon o'zimizga bo'ldi. Bizni bayan Abdülhakim deb o'tgandek hech qanday bir kuch xalqaro terrorizmga bog'layamaydi. Uyg'urlarninki harakati bu xalqaro qonun bo'yicha yoki demokratik liberal tushuncha bo'yicha tamamen haqqoniy bir kurashdi. Hatto qurolliq bo'lganda haqqoniy bir kurashdi. Ama nemishqa bu tamamen haqsiz bir kurashga aylanib qoldi. Hozir ba'zi guruhlarimizga, ba'zi kishilarimizga xalqaro tashkilotlarimizmi aralashishdan nemishqa qochidi. Nemishqa medianing oldida jon so'zlayolmaymiz, ularni aqlayma debchi. Çünkü aqlga bo'ladigan bir ishlarga aralashib qoldi. Bu ishlarga din vasitasi bilan din shaklida aralashib qoldi. Şunu bu intayin takdirimizin münasebetlik muhim mesele buluşunu devam kılıdı hem de bunun için. Çünkü din kançılık bilimge uygun gelsin, akıllı uygun gelsin, bu insan cemiyetine bir ihtiyacı, bu devam kılıdı. Nöbetteki dünyada mı aran ateistlerin sanı 500 milyon etrafında, yanılan 70 milyar insan kandaklı olmasın bir bunlara itikat kılıp yaşavatıdı. Biz Uygurlarning mutlaq ko'pchiligimiz İslam'a itiqod qilamiz. Shuning uchun din bilan siyosatning munosabati, din bilan davlatning munosabati qatorliq masalalarda muhokama, munozaralar kelib berilishi intayin muhim. Bu jihatdan yetaklash rolini jon chiqishdan burun o'ynash intayin muhim deb qarayman. Köpten köp rahmat. Baya degan gapingga bir gap esim kelib qoldi. O mesela işlarnikini chiqqan chog'da musulmon ilohiyatchilar chiqib deydi. Bular xato tushunib oldi islom deydi. Saudiya Arabistondan vahobiylar chiqsin xato tushunib oldi deydi. AK Partiya chiqsin xato tushunib oldi desak, Suriyadagi jihodchilarning xato tushunib oldi desak, ham to'g'ri tushungan kim bordi? Men shuni bir iznib baqsam bo'lgandek qilib turdim. Peki bu yerdeki mesele şu. Mesela Parçalık tizim bek yaxshi, lekin nim qilmagandikin xato tushunib olganlar uchun. To'g'ri, mesele deyish qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin Ayam Abdülhakim degan bir nokta naydi. Uruluq. Mayli bu yerda hozir bir ilohiyatchi, bir din olimi kelishdi aramizda. Shu bo'lsa-mu shuni e'tirof qiladi. Menimcha. Nemishqa Qur'on ve hadisdeki biz İslam noktasından devam etmeden hemedin vakit bulamayız. Nurgun elbette tekstler her xil tushuntirishga uygun. Elastiklik ega. Elastiklik ega. Çünkü universal bo'lmasa o esirlerini halqayamaydı da. Esirlerini halqayamaydı. Şunu bu universal Şunu tefsir deb bir narsa bor, qurulma bor, mesela Kur'an bor kitap bor. Uni tefsir qilgan ayrim bir sistemi bor. Bunu bir Ben artık programda din noktasında emas, siyaset noktasında fikir katlaştırılan doğaçta din noktasında yapmayotlar. Şu an bu tushuntirishga uygun bo'lgandan buni Daesh'mi tushuntiradi, Saudiyaning nuqtalarini tushuntiradi, Ironning nuqtalarini tushuntiradi, bizni Abdulhakim Damollahni tushuntiradi. Her kim tushuntiradi, her kimning manfaatiga uygun bir oyat, bir hadis, bir tafsir, bir chiqib Muhimi buni shu millatni xato yo'lga yetaklaganlar qanday tushuntirgan bo'lsa, xato tushuntirgan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga yetaklaydiganlarni shunday tushuntiradigan diniy ulamolarga, diniy ziyolilarga bo'lgan ehtiyoj mishada tug'iladi.
To'xtakamdi siz yig'incha qilsangiz bu da so'zingizni kesib etmaslikka men va'da qilay. Yo'q, endi bu ideya degan shu xil talashlash orqali kengaydi deyilgan narsa. Albatta. Endi ba'zan o'ylab qolaman ko'pincha ahvollarda bizning hozirgi holatımizga islom dunyosining kori bo'lmadi bu deydi nurg'un odamlar. Ba'zi o'ylab qolaman agar bizda masalan Dalay Lamaga o'xshash ta'siri kuchli shu bir xil din yoki mazhabga ta'sir ko'rsatadigan odam yoki G'azaliga o'xshash bir odam bo'lgan bo'lsa, butkul islom dunyosiningki ruhiy asosiga zilzilga sag'adek ta'sir ko'rsatadigan ulamo yoki odamning birasi bizda bo'lgan bo'lsa, ehtimol butkul islom dunyosi bizning ahvolimizga taqim bakrak ko'ngil bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylagan ahvolim bor. Lekin bugungi bu balkim bir xil aftersort bo'lishi mumkin, lekin bugungi talashadigan masalalarimiz bizning hayotimizga qanday munosabati bor deganda bizning madaniyatimizga nisbatan aytganda mening o'yimcha balkim xato bo'lishi mumkin. Hozirgi ideyaviy dunyamizni zanjirlab Jean-Jacques Rousseau'ning nuqsini aytgan zanjirlab turgan ikki xil dogma bor, kommunizm bilan islomning dogmasi. Endi agar bizda azaldan boshqalarning ish chaqirtishiga va bir qutqazg'uchiga tayinish orqali o'zimizni ozod qilgan, yuksaklashtirgan ideya kuchli. Endi bu barliq insonlarning Sigmund Freudning nuqsini aytganda bu onalik mehrininki kichik bolalardagi saqlanib qolgan izdosi yoki odamiylikninki cho'ng bo'lmagan balliq davridagi onalik mehriga bo'lgan seg'inish tuyg'usi nuqtasini ifodalaydi-da. Bu xil qutqazg'uchiga bo'lgan seg'inishni. Endi agarda bu xil qutqizish haqiqatan sirtdan masalan bizning tariximizni eshitsak ko'pincha ahvollarda dunyodagi cho'ng kuchlar Sovet, Amerika, Angliya qatorliq cho'ng siyosiy kuchlarninki dunyo siyosatlarini o'yintishningki jarayonniki talaysizlikdan siyosiy taqdirimizni shundan ko'proq tushuntirgan nazariyalar asos o'rinda. Ammo ma'lum bir nuqtadan aytganda menimcha agarda bu xil ozodlik haqiqiy ozodlik bo'lish uchun biz o'zimizning ruhiy dunyamizdagi ozodlikni amalga oshirmasdan burun boshqacha ozodliklarni amalga oshirish qiyin. Shunga muhim bo'lgani menimcha bu xil ishga bizga sirtqi dunyodan majburiyat olgan boshqa millatlarningki ikki cho'ng dogmasini yuk qilib yashab ketyapmiz. Endi bu ikki cho'ng dogmadan ulug'vor bo'lgan bir natijalarni amalga oshirmay turib bizning siyosiy hayotimizdagi cho'ng o'zgarishlarning bo'lishi qiyin deb o'ylayman. Bugun vaqtingizga ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Endi programmani müşahede oxirlashtirib 1 soat 40 minut talash qildik. Keyingi sonlarda yana 1 son qilsak bo'lgan o'xshaydi. Bu sonda kelek songa bir teologdan birini chaqirib Esan, bo'z. Demak, bir gap esimga keldi o'sha yerda. Siyosiy islom Uyg'ur uchun siyosiy chiqish yo'limi degan tema menimcha mayli bizning diniy olimlarimiz bo'lsin, mayli siyosiy rahbarlarimiz bo'lsin, ziyolilarimiz bo'lsin, hammasi o'ylashadigan bir masala. Bu qochadigan masala emas. Chunki siyosiy islomning o'zi islom emas, din emas. Siyosiy islom bir siyosiy ideologiya. Şunu bu siyasi İslam'ı rad qilish, İslam'ı rad qilganlik emas. Mening tushunchimda, hozirgi tushunchimda. Uni bo'lgan ekan bu masala to'xtamagan holatda munozara qilinish kerak deb o'ylayman. Chunki bayon to'xtakam degan masala bu mushtaga taqiladi menimcha. Chunki kültür sifatida, madaniyat sifatida Örf-adetimiz sifatida tariximizning va bugungi mavjudligimizning ayrılmaz bir qismi sifatida islomni qat'iy rad qilolmaymiz. Mesela xohlagan bir Uyg'ur islomga e'tiqod qilmasligi mumkin, ammo u yana Uyg'urlarning musulmonlik kimligini yo'q qilolmaydi. Ammo
Lekin hozir epistemologilik hozir bir millatning bir dini bor deb biroq hukm qilib Uyg'urlarning dini devatdan menchumi bir millatning dini bor degan gapmi o'zimi bir sosiyo ijtimoiy jamiyatshunos nuqtasidan toza bir nimaga sig'adigan bir gap emas. lekin bir millatniki bir din kimligining asosiy bir qismi. Masalan sen Lekin endi biz tarixiy jarayonda bo'lishi mumkin. Hozir Samo hozir din Budda dini kimligidan ayıramaysan ki senga kelganda shu Sen birazcık sen kimliginden dedin bunun doğrusu menimce medeniyetinden sen to'g'ri bo'ldi, kültüründen. ana dikkat sen hozir meyda jamiyat nuqtasidan siyosiy nuqtadan to'xtalib to'xtamaydi epistemologik bir falsafaviy nuqtadan to'xtalib bir qandaq özümüzni taraqqiy qildirimiz qandaq ve zincirlerini kalımız kan zincirlerini kutlup bir şahıs sütüdü bolsunmu qandaq muvaffaqiyat erişimiz qandaq ahli bir cemiyet kuralayımız degan nuqtadan ikisinin otursuzda sal bir farq bor deb qaradim ben. Tamam. Merhamet. Şuna alıqdan menimce siyasi İslam'daki men o siyasi noktadan devam eden de siyasi İslam'daki Uygurlar'daki siyasi kuruşu hürlük müstakillik kuruşideki rolü ehemmiyeti ve bu davamlaştırışındaki ve bu haktaki söz ve hareketlerindeki kösülen tesirinin çoğu oynamış gibi. Köpten köp rahmet tamamlağa. Da yani bir program qilib, yani mush masalani davomli bir ikkinchi son din siyosat programı qilib tartışsak bo'lganda qilib turdi. Hammalarga köpten köp rahmet. Bugungi program shu yerda tugdi. Ekran oldidagi qarindoshlarning vaqt chiqarib ko'rganiga köpten köp rahmet. Xayr xo'sh. Köp rahmet.